Assalamu alaikum hörmətli görürmənlər. Bugünkü kritik kriz programımıza hoş geldinler. Bugünkü timimiz din bilen bilim otursuzluğu, ilim fen otursuzluğu münasebet asaslığı. Toxta efendim, Toxta Abduvayt efendim Amerika'dan biz bilen biller. Adılcan Uygur efendim ve Ahmet Can Osman. Şu Uygur ziyalisi bilen bugün din bilen bilim otursuzluğu, ilim fen otursuzluğu münasebet doğrusu da paranlaşımız. Adılcıka siz aval sizden başlayıp program. Bu program bugünkü program ise erkenrek buldu. Hem de siz vakti uzarıp geçişim mümkün. Çünkü hem siyasi bazı ictimai temilerden sel perx bir tem boğalık için. Adılcıka hem de aval ilimpen'den başladık. İlimpen bilen din otursu başladık. Hem de ilimpen kayada tuğuldu bir şeyler. İlimpen'den destekli düşünceleri kayada tuğuldu. Nimişka şu yerlerde tuğuldu, Nimişka mesela Xitay'da emas, Nimişka Araplarda emas, Nimişka Garip'te köpünç tez terakki kıldı müştağırlık biz onuzdan oyluqalarını sizle bilemiz. Sizge bu ilim bilen ilim fenni ayırıp yaxşı qaldınız. İlim fen degen vaqt edem de Garip dünyası tuğulallıq. Aldı hem iki sebepten başlaylı. İki sebepten degen vaqt edem bu Çerkav bilen Çerkav'daki Garip dünyasındaki hakimiyetinden başlaydı bu. İki taraftan. Çerkav dini merkez tutup siyasetini, kanunni, iktisadni, ahlakni hem nesini kontrol kılgalıkına ait inak. Hatta bu dünyanın düşünüş, tabiatını düşünüş, kainatını düşünüş cihetimi Çerkav'ın sırtında her kadar bir adam eğer fikir yüzürüp kapkalsa onun derhal cezalayacağın ahvalla kip çıkarttı. Mesela bu ne bileyim ki ismini unutup kaptım yazgı şununki. Şununki Medeniyet Bilim Tarihi diyen kitabı da aslında Çerkav'ınki nemesiye karşı, dünya közgara karşı Kopernik deyimiz, onun denkin bu Bruni deyimiz, bula Kopernik deyimiz üzdün köz karşı oturup vakti da nahit katlık bir karşı çıkan. Çünkü Çerkav dedi ki biz her kadar nesini biz yüzümüz izahlarımızda vakti Kopernik dünya tüzemez, dünya güneş etrafında yumulak, ayılındı diyen güneş merkezi talimatına oturup vakti da Çerkav cezalaşık tirişiyordu. Şu cereyanda Çerkav tarafından cezalangan insanlarınki tövmün insanını köydürüp 90 mingdek adamlar kat cezalayatmış vaken şu. Lokal fikir cihetin bizi karşıtın dep. Bu Çerkav'ın besimi emdi. Yani bir sebep bu 14-15. sırada eme. İspanya'da çoğun bir vaba yüz berdi. Vaba yüz beriş jarayonida Avrupa'daki 3/1 nüfusundaki qilib ketganlar haqida bir ma'lumotlar var. Dal shu jarayonda bu insonlar madem Tangri hamma narsani kontrol qildi, hamma narsani boshqardi, poplama, papazlama, chirkovma hamma narsani kontrol qila oladi. Tangrining yer yuzidagi temsilchisi bu nemishqa bunchalar insonning o'lib ketishiga sababchi bo'ldi. Deganni asta-asta xalqlar savol so'rashga boshlaydi. İsyan qilishga boshlaydi. Ya'ni qanday qilib aytgan vaqtida o Tangrining adolatidan gumonlashga boshlaydi xalq. Ya'ni bizni qutqizib qolamadi degan tushuncha bilan chiqishga boshlaydi. Bundan boshqa bu ishga sabab bo'lgan bo'lsa, bu tashqi sabablar intayin ko'p. Ya'ni shu jarayonda bu Italiyaninki nima tarafiga bu Osmanlı tarafdan kitoblar berishga boshlaydi. Kitoblar bo'lgandan keyin şunlar xalqlar uni o'qishga boshlaydi. Siz bilasiz Martin Luther bu deydi ki İncil degan kitobni sen nemishqa poplarla izahlaydi. Biz nemishqa izahlayolmaymiz. Bizning erkinligimiz yo'qmi degan ko'z qarashni o'tirib qilib katolik dinninki hukmronlikka qarshi isyon qilishga boshlaydi. Shuning bilan o'rtadagi mazhab to'qnashuvlar yuz berdi. Şu 30 milyondek adam o'ldi. Katolik ve protestantlar o'rtasida. Protestantlar dal shu jarayonda katolik dunyosining hamma narsa gumonlashga boshlab isyon qilishga boshladi. Bular fikr jihati. Bu sizlarning tangrilar mandaq bo'lgan bo'lib qolsa, biz bu tangriga ishonmaymiz. Sizlarning Injil kitobingiz bundaq bo'lgan bo'lsa, biz boshqadan shaharlab chiqaramiz. Sizlar mutlaq haqiqatni qulog'inglar tutolmaysiz degan nazariyalar bilan. Bu ishki va tashqi tarafdan boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Lekin asosida shu g'arb dunyosidagi Hamda biz o'ylaymiz mesela bilim tarihi okusak hem de ilim feninin deyimiz bilim tarihte Türkçülük bilimini yetişildi verdim.
ilim-fen tarixi etsem doğru olacak. İlim-fen tarixini okusak, birinci ilim-fen hem de töt nimige ayrıydı o ceryanға. Birincisi mesela eski burunqi Mezopotamiyada Dejli Fırat deryasida bizning kichik chog'larimiz o'tilgan. Anki Nil deryasının qirg'oqidagi medeniyetlarda, burunqi Misr ve Mezopotamiya medeniyetlarda. Hem bularning aşağılıqı el-ikramlarni yazışı ya da mesela Babil, qadimki Babildagi taraqqiy qilgan astronomiya, matematika, ankin injenerlik degandek kasblar. Yani bular taraqqiy qilgan birinchi bosqichni shu bosqich deb atalgan, bu millatdan burunqi 1800 yildan burunqi ishlar bu. Mush vaqtlarda bular lekin bu bir narsani o'tirib ip chiqasmi? Mesela bir narsani bilgan bo'lsa-mu, lekin buning butun dunyoda o'rtaq ishlaydiganligini lekin bilmaydi ekan. Mesela buni teorik seviyaga ilib kelinmagan. Lekin şu çemberlerinin turaq sonlarini biladigan, el-ikramlarni yasalgan, lekin o'zining bular faqat texnik jihatdan qilib qolganda, buni ilim-fan jihatga ilib chiqolmagan. Shu orqali birinchi jarayonni ilim-fanning pratikten biz mesela günlük turmuşumuzda işletilen malumatlarını toplaş jarayoni deb bilirken. Yani ikinci en mühim devir hem Yunan devrinde bu ilim-fanning tug'ilish devri. En mühim devri ve erkin tefekkürünki anadaki dinden, idealizmden, mistizmden, dogmalardan tutulup durup tefekkür kılalaydıgan bir vakt. Mesela dünyanın menbesi, nimodisi, talas çıkıdı birinciden su devri. Bu mesela bizden Müslümanlardan, Hristiyanlardan sorsa uçaklarda Xudayı mı yaratgan deb cevap verdiği vakt. Yani bu cihetler bu devirde Yunan devirde şöyle Xudayı mı yaratgan deydigan cevap bilen mistik bir cevap bilten. Ma real dünyanı real meseleler bilen analiz kılalaydıgan. Ma dünyanın meselelerini ma dünyanın kaydeleri bilen izahlaştırışıdığan bir devirde. Bu devir şu aşka ilim-fanning asaslıqı tuğulgan devri deb qaraydigan. Üçüncü devri hem de İslam'ın altın devri deb qadimki Yunan eserlerini tercüm qilib ve bunu ustidan bir narsa qurib İbn Sina, İbn Farabi deganga o'xshash. Hem de to'rtinchi devr İslam'ı dogmalaşıp, İslam dünyasını dogmalaşıp, İslam dünyasını ilim-fandan voz kechib, idealistleşip edebiyat san'atining qayta uyg'unish davrining partilishi değil mi? Bugünkü modern zamonaviy ilim-fan davriga o'tgan davri. Mush to'rt davr ham. Lekin nimishqa hamda mening qalbimdagi sabab shu chog'larda Yunan hem Yunan'da battıken Yunan'ın çoğun bir medeniyet, Xitay medeniyetinden bir çoğun bir medeniyet, çoğun bir medeniyetinden biri de bugünümüzde bu kitaplarda. Arap medeniyeti var, Türk medeniyeti var, özümüzün medeniyeti var. Neymiş ki bizning medeniyetlerde bu ilim-fanning destek urug'ları da mesela dünya neymiş ki sudan paydo bo'ldi, dünya anik zamanda degandek zıtlıktan paydo bo'ldi deydigandek narsalar bizden chiqmay nima deb shu qadimki Yunandan çıktı. Bu doğruluk kalanında bir sual işareti oldu. Toxtukamsiz garip felsefesini müşkesini mi okuyan bu anki Marksizlik müşkesini okudunuz. Sizden bu doğruluk oylaganlarınız var mı? Menimce bu yaxshi savol bo'ldi. Fanninki insoniyat tarixida kelib chiqishi ma'lum ma'noda aytganda bir xil mo'jizalik hodisa deyishga bo'ldi. Yani biz odatda tarixni tadqiq qilganda dunyodagi eng chong madaniyatninki bo'shiga deb qaralgan nurg'un joylar bor. Masalan, baytilg'ilib o'tgan Misr, Mesopotamiya bo'lsin, qadimgi Hindiston, qadimgi Xitoy va ko'pincha tilga olinmaydigan amerikaliklar burun besib olgan Indian nurg'un Indian qabilalarininki yaratgan madaniyatlar qatorliqlar. Tarixini nuqtadan aytganda ehtimol miloddan ilgarigi 3000 yildan 4000 yillarga qadar bo'lgan tarixiy davrlardan surishtirishga to'g'ri keldi. Eng dastlabda ana odamlarninki bu xilqi bilishninki obyekti ko'pincha aytganda g'oyat zo'r, cheksiz kichik, addiy hisobsiz murakkab 3 xil obyekt qaratilganda. Cheksiz zo'r deganda masalan bizning hozirgi fan texnikaninki isbotlab berishicha butkul olamning kengligi 19 milliard
yıl kenglikte bu yoruqliqninki 14 milyard deymi arkadaşlar? 14-20 milyard değil mi? 14,5 milyard. 13,9 dep aşınaq alır endi detalları her xil fanlar, her xil nazariyada, her xil. Demek bu xil gayet zor alam. Mesela muşxul çeksiz alamga nisbatan aytganda yer şarının o'zi tarixchilikla kichikda. Endi biz odamlar bu xil cheksiz olamga nisbatan aytganda taxmin kichik. Ammo addiy hisobsiz yoki cheksiz kichik dunyo nuqtasini aytganda zarrachalar dunyosi, ushshoq zarrachalar dunyosi 20. asrning boshlarida bayqalgan. Biz mesela odam nuqtasini aytsak odamlar har xil organizmlardan parçalasak sitoplazma, plazma ve onundan taxmin tuvallab molekula darajasi, molekulalardan atomni parçalasak atom yadrosi ve atrofidagi elektronlar qatorliqlar. Yani yadroning ichidagi proton, neutron qatorliqlarni olimlar taxmin parchalab buni quark degandek taxmin ushshoq zarrachalarga parchalaganda. Demek bu xil masalan eng kichigi atomning o'zi bunu biz ko'z bilan ko'rolmaymiz. Onu quark deganlar atomni 0'ning 33 darajasiga qadar şu kadar kichiklikda hisoblaganda buni matematikalik masalalarni ko'rgan bu. Endi murakkab dunyo deganda masalan odamning o'zi bu xil murakkab dunyo. Bularni odamninki eng odamning mingisi va odamiylikninki kengaytirilgan qismi bo'lgan jamiyat qatorliqlar. Endi bu masalaga bo'lgan hozirgidek kuzatish albatta qadimgi bu 3-4 ming yil ilgirki vaqtlarda bo'lgan emas. Endi bu vaqtlar nima uchun bu xil ilm-fan bu masalaga hozir qaytib kelamiz, nima uchun Yunonda boshlandi degan masalaga. Endi bu yerdagi odamlarning kuzatishida oldingi o'rintuğini ko'pincha ahvollarda hayotlikni saqlab qolgan masalan meditsina fanlari oldin tadqiq qilinganda, shunga masalan milliy tibobatda hozirgacha davomlashib kelgan arablarninki dorigarlik tibobat Misrlardan boshlangan, Yunonlarda avjiga chiqqan, keyingi yana astrologiya, astronomiyaninki ibtidoiy shakllari. Bu xildagi masala dastlab tadqiq qilingan. Endi nima uchun Yunonda boshlandi degan masala kelsak, bu yerda deyilgan masala shuningga bog'liqda. Nima uchun astrologiya yoki yulduzlarning o'rni orqali insonlarning kelgusi ish harakatlarini predict qilgan yoki qiyos qilishga tava bo'lgan bu bilim yoki ilmiy yo'l shu vaqt shakllangan deganda Gretsiyaning joylashgan o'rni dengizlarda yoki Aegean Sea deydi, shu dengizga joylashgan bir makon. Endi buningda munda tuproq oz. Ko'pincha hayotlik dengiz bilan bo'lgan kurash orqali bo'ldi. Dengizningki kechilik suvning ko'tarilishi oyninki tortish kuchining ta'sirida. Kunduzdagi pasayishi qatorliq bu xil jug'rafiyalik hodisalarni tushuntirish kozmologiyaga yoki astrologiyaga bog'liq bo'lgan yulduzlarning o'rni, ay yulduzlarning o'rni shularni tadqiq qilish bularda oldin paydo bo'lgan. Endi oldin shakllanganda. Endi nima uchun boshqa joylarda bu xil ilmning asosi Yunonda paydo bo'lgan deganda buningki hozirgi zamondagi ma'nosidagi fan texnika yoki ilm-fanning asosi Aristotel. Aristotelninki fizika degan kitobidan buningki Aristotelninki fanga bergan yoki bilimga bergan aniqlamasida odatda tajriba orqali isbotlanig'ini bo'lgan bir xil ishonchlar. Yoki Yunondagi bu xil alaylik masalan biz Arximed deymiz, Evklid, geometriyasi, Arximedning ximiyalik nazariyalari bularning hammasi asosan tajriba asosida, tajriba orqali isbotlangan bir xil bilimlar. Qisqasi bu xil turmush sharoiti, tabiat bilan bo'lgan bu xil kurash jarayonidagi dunyoni kuzatish oldi bilan Yunonliklarda tajribani asos qilgan bir xil bilim sistemasini yakunlab chiqqan. Shunga ilm-fanning qanday bo'lish Aristotelninki nazariyalaridan boshlangan, keyin bu Aristotelning nazariyalari yuqorida sizlar deb o'tganga o'xshash arab islom madaniyati masalan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina bular orqali yuksaklashib, bularninki Andalusiya orqali tarjima qilingan shakllari ayni vaqtda
milodiy 6 asrlardan taki 14 asrgacha Yevropa qarong'ilik ichida turgan mezgillarda sharq yo'ruq, g'arb qarong'i degan shu yerdan kelib chiqqan masala. Bu Aristotelning nazariyalarininki, fanniy nazariyalarininki tarjim qilinish, Yevropaning arab tarjimonlarining o'rganishi orqali qaytadan fanninki gulxoni Yevropada yiqilgan. Endi bu xil yiqilishningki, masalan, yangi dengiz yo'llarining ochilishi 15-asrlardagi, keyingi sanoat inqiloblari, albatta nima uchun keyin sharq qarong'i, g'arb yo'ruq bo'lib qoldi, bu ayrim bir topik bo'ldi, buni ayrim tadqiq qilishga to'g'ri keldi. Qisqasi fan shundoq taraqqiy qilgan. Endi keyingi taraqqiyot bo'lib sanoat inqilobidan keyin haqiqiy bugungi zamon ma'nosidagi ilm fanning taraqqiyoti shundan boshlab yuksalib hozirga qadar kelib chiqqanda. Masalan, hozir fan texnika shu qadar taraqqiy qilgan. Masalan, 2002-yilni hisob qilsak, bu intayin alayda bir yil bo'ldi. Buning fizika alimi Nobel mukofotiga erishgan, uningki sababi o'ng jihat bir tarafdan esa Einsteinning nazariyasining xatoligini isbotlab chiqqan, yana bir jihatdan esa bular quantum mexanikasdagi, ya'ni shuning asosan yo'ruqlikdan tez bo'lgan signal tarqatishning mumkinligi degandek mashnoq nazariyalar kelib chiqdi. Ikkinchi birisi yana masalan Amerikaninki qaysi organligi ismini qolmadi, lekin atomninki yemirilish orqali cheksiz energiya boyligini ishlatgani bo'lgan bir xil texnikani bayqab chiqdi. Aslida atomni parchalash orqali, masalan, Yaponga hujum qilganda, Yaponni Ikkinchi dunyo urushida bo'ysundirgan atom bombasini ijod qilgan, atom bombasi amaliyotda atomninki partlash orqali elib berilgan bir xil texnika. Hozir yangidan 2002-yili chiqqan bu texnikada atomninki yemirilishi orqali qo'lga keltirilgan g'oyat energiyani harvest qilish mumkinchiligi bo'lganda, buningda ikki xil texnik ortiqchiligi bor ekan. Birisi bu xil atomning yemirilishi orqali energiyadan foydalanish, bu xil usulda radioaktiv ta'sir oz bo'ladi. Yana birisi 50% investment qilib yoki kirgizgan energiya 50% bo'lsa, buni ishga solib 100% energiya hosil qila oladigan shu qadar yuqori yangi bayqashda. Endi bu xildagi yangi bayqash orqali keyingi yadro elektr stansiyalari yoki yadro energiyalik texnikalarninki kelgusida insoniyatninki bu yer sharida cheklik bir xil tabiiy boylik manbasini taxmin olgan holda bundan keyin insoniyatning kelgusiga nisbatan g'oyat zo'r bir energiya boyligini yaratib chiqish mumkinchiligi bor. Ana shunday bir xil ilm fanning ta'siri bilan taraqqiy qilayotgan bugungi kunda yana boshqa bir jihatdan qaraydigan bo'lsak, fan bilan qarama-qarshi miqyodagi yoki sohadagi din qarama-qarshi kuchlanganini ko'riladi. Masalan, hozir yer shari nuqtasidan qarasak 2,2 milliard xristianlar bor, 1,7 milliard musulmon, 2 milliard hindi yoki buddizm dindikilar qatorliqlar bor. Ana shu ilm fan sohasiga tava bo'lgan odamlar yoki olimlar aram 14 million. Endi atizmchilar yoki dinsizlashgan jamiyat, garchiligi spirituality yoki bu uni qanday tarjima qilishni bilmadim. Mushkul ideya bo'lsa-mu, ammo hozirgi zamondagi bir ilohlik dinlarga e'tiqod qilmaydigan odamlarning soni taxminan 1,5 milliard. Qarmoqqa ilm fan shu qadar taraqqiy qilib dunyoni o'zgartgan ahvol ostidami, yana bundan burun 2500 yillar ilgari, masalan, Tavratning tarixini hisoblasak 2500 yillardan ilgariki zamondan boshlashga to'g'ri keldi. Buddizm yoki boshqa dinlar, Brahman dinlari qatorliqlar. Mushkillarga koni 2500 yil burungi dunyo qarash shaklda dunyoni to'yilgan bu xil sistema bilan yangicha bo'lgan shu qadar olamshumul o'zgarishlarni olib kelgan ilm fanga xos bo'lgan bu ikki xil dunyo qarash
paralel taraqqiy qilayotgan bir zamonda yashayapmiz. Shu anda bugungi temaninki shu nuqtadan aytganda bugungi temamiz mushu munosabatlarga, mushu ikkisiniki munosabatiga intan bog'liqlik deb qarayman. Endi Müşü, bu müşü gibi yerimizde biz hazır Yunan'dan ilip geldik hazır bugünkü. Demek olan gibi ben Yunan eski burun konu Yunan medeniyeti alakadar materyallarını görsem şunu da bunda bir kıskanlık ne çıkıp kalıyor. Hem de bizge okşaş bir dinge, birli Xudaga itiqat kıldığan ve Xuda tabiatın üstün durdu o bizim dinde, İbrahim Dullah'da. O Tevrat'ta, İncil'de tabiat dünyası Xudayım tabiat dünyasının üstün durdu. Ha. Hem de tabiat dünyasında boğan ahvallar, tabiat dünyasının kaideleri Xudaga tesir kılmaydı. Tabiat dünyasının kaidelerinin hemesine Xudayım uğurlaştırdı, Xudayım belgileydi. Mesela Allah diyemiz Tanrı belgileydi bizim dillerde. Müslüman dillar, İbrahim dillarda. Lakin garipte burunki Yunan'da bunda emez. Burunki Yunan'da tanrılar var, Zeus var, Afrodit var, Uba, köp tanrılıktan. Lakin garip şu burunki konu Yunan medeniyetindeki tanrılar mı tabiatının kanunları boysundu. Hem de tabiatı özgerteleydi, şekil özgerteleydi, onu kullu bunu kılalaydı. Sunun şeklini özgerteleydi. Mesela mini maymun özgertip koyuş mümkün. Ya ki öz halga menezgi özgertip koyuş mümkün diye görüşür. Lakin bular yani tabiatga hesap verdi. Böyle Xudayım bu garip burunki Yunan'da Tanrı kurallarının, kaidelerinin yoki prensiplarının üstündeki bir narsa emas. Lakin g'arbdagi Yunan'da aşında Tanrı mı kaidege uyuş gerek, kaidege mos kelish gerek, kaidege amal qilish gerek. Tabiatning kurallarına, tabiatning kaidelerine amal qilish gerek. Şuna çıkar g'arbdagi Yunan'da hem de eminasini uğurlaştırdı, Xudayım uğurlaştırdı, eminasini Tanrı özü uğurlaştırdı diyendek emas. Üstün orunda turdu. Tanrılar var, lakin o tanrılarını bu tabiat başkurdu. O tanrılar bu tabiatın kaideleriga amal kıldı. Şu an o birbirisi bilen uruşduğan, birbirisiga mesela bağlı eski Yunan mitolojisinde birbirisini öldürdü, birbirisini bilen uruşdu, insanların otursuzluğu bulgan cinayetler, tanrıların otursuzluğu bulundu Garbi Yunan'da. Hem de tanrılarga ibadet kılıp tanrılarını tanrılar hakkında tefekkür kılıp mınamni avar kılıça aş tanrılardan mı üstün turduğan tanrılarını mı başkurup turduğan tabiatının kaidelerini tadqiq qilganim yaxshi deb o'ylaydi. Men o'qigan materialimda. Şu aşkı Garbi Yunan'da tabiatının kanunları tanrıların üstün bo'lgan ekan, bular tabiatının özünü tabiat orqali real dünya orqali izohlashga texmo moyil kelganda. Endi bu endi din bilan ilim fanning ham dastlabki tug'ilgan vaqtdagi munosabat hamda bu kültür medeniyet farqida Garbi Yunan dini shundaqdi hamda Garbi Yunandagi bu diniy atmosfer, itiqat atmosferi ularda ilim fanning o'ttirg'i chiqishiga bir xil to'salg'i bo'lmaganda, lekin ba'zi tek tanrılik dinlarda ve dogma karakteri intan küçük dinlarda bu ilim fanının oturuşu çıkışı yoki ilim fanının texim taraqqiy qilishga to'salg'i bo'lgan ahvollar badek his qildim. Bu mening bazı bu din bilan bilim o'rtasida bu xil ziddiyat bormi yo'qmi? Bunga Ahmet Chika sizning o'z ko'z qarashingiz qanday? Hazır bizning suhbatimizda şu ilim fan bilan dinni xuddi biz bir-biriga qarshi o'rinda qo'yayotgandek ikkisi biriga kelolmaydigandek qarama-qarshilikdan iborat shundoq bir birlik turdigandek bunday shaklda tasavvur qilyapmiz. Lekin endi mening nazarimda bunday qarash to'g'ri emas deb o'ylayman. Chunki ilim fan endi biz bu yerda ilim fan falsafasi
haqida gap qilib bizda ilm fan degan vaqtimizda din deganda shundoq din falsafasi yoki diniy falsafa. Ham ilm fanninki bilish obyekti. Nima desa u tecrübe orqali bilgili bo'ladigan hodisalar, moddiy hodisalar. Şimdi dinning bilish obyekti nima desa, dinning bilish obyekti bundoq aytgan vaqtida mohiyat. Şuna bu ikisi, yani din bilan ilm fanninki bilish obyekti o'xshamaydigan ikki obyekt. Şuna uni o'xshamaydigan ikki obyektni kelib siz tutsak, bir-birisiga qarshi qo'ysak, men to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Lekin Ahmadchika bunda bir ifade mesela ilim fan hem de tabiat dünyası hakkında izahat verilgan mı diye mesela dünya biz nereden geldik, ne gidip varımız, biz kim deyilgan o'xshash klasik felsefenin suallarına cevap verdik o ilim fan. Lekin din mi şunlara cevap verilgan tutsa mesela biz nereden geldik, ne gidip varımız, biz kim deyilgan suallarga mesela o'xshash sualını soraydı, lekin din başka cevap verdi. Bilim ilim fan başka cevap verdi. O'xshash narsaga o'xshamaydigan perspektivdan ikkisi javob berdi. Hamda bu yerdagi o'xshamaydigan javob bo'lgandiki, u turda tabiiy bir-birisi bilan bir to'qinish bo'lmamdi sizcha? Asl to'qinishni biz o'zimiz yaratib chiqardik. Amaliyotda bu ikki soha o'rtasida to'qinish yo'q. Asl to'qinish bo'lmasligi kerak. Chunki ikki soha o'xshamaydigan ikki soha. Masalan, Immanuel Kant nominon bilan fenomenonni ayırıyorduk. Mesela nominon degeni Kant'ın tili bilen etqa vaqtida nominon degen bizdeki mahiyet. Fenomenon degen bizdeki hadise. Şimdi Kant'ın mı deydigini mesela Allah'tan ibaret yoki Tanrı'dan ibaret bu ufkum ne? Bu ufkum ne? Tecrübe arkalı bilgi olduğu ufkum emas. Şuna bu ilimden bulanmaydı deydi Tanrı'nı. Çünkü o nominon, yani özlük neyse. Allah nominon degan vaqtda onun nimasi til bo'yicha ilk vaqtda tili shar'iysi nima esa özlük neyse. Ama nominon bo'lgan Tanrı'nı fenomenonni o'zininki bilish obyekti qilgan ilm fan uni yetanmaydi, bilinmaydi, mumkin emas bilishi. Şuna okşaş, mesela fenomenon yoki bo'lmasa nima hodisalarni tadqiq qiladigan, hodisalarni o'zininki bilish obyekti qilgan ilm fanga dinninkimi masalan dinninkimi aralishi kirish verishi bu mu to'g'ri bo'lmaydi. Şuna ilm fan bilan dinning munosabatini yaxshi bir taraf qilgan vaqtimizda biz yana burunqilarga o'xshashdan mushu masalaga, mushu ziddiyatga, mushu mushu problem, mushu masalaga duch kelamiz qaytadan, mushu ziddiyatga duch kelamiz. Mushu hozir sen masalan o'zingni ma'lumot nimani ama programınınki e'lonini chiqargan vaqtidami masalan uni bir ziddiyat shaklida o'tirib qo'yibsa ilm bilan, ilm fan bilan din ikkisini. Amaliyotda biz bunda qaramasligimiz kerak. Hatta bizning İslamiyatning o'zida qarasam, masalan shariatchilar bilan ma'rifatchilar var. Yani şeriatçılar degenim bu mesela klasik İslamiyet yoki bo'lmasa bundoq aytgan vaqtida bilish doirasini mesela bilish obyektini faqat Qur'on bilan hadisni o'z ichiga olgan mushu doirada cheklanadigan obyektni o'zining bilish obyekti qiladi shariat. Ma'rifatchi bo'lsa, ma'rifat masalan sofistlarni deymiz, misol olsak. Bularning nimasida u emas. Ma'rifatchilar bilish obyektini faqat Qur'on bilan hadislar bilan cheklanmaydi. Yeni bir misal versek masalan mush to'g'risida. Mesela nimeni alaylı? Aristotel.
Aristotelmi mesela özünün aldı bilen fizika den kitabını yazdı. Onun için metafizika den kitabını yazdı. Şunda koy. Yani Aristotelmi ayrı değil. Xudda Kant ayırgandek. Hatta bizden hazır ben misal vergen, bizden İslamiyet'te mesela şeriatçılar bilen meribesler de ayırgandek. Aristotelmi ayrı bunu. Mesela fizika dünyası bilen metafizika dünyası. Hem de din nime dese, dinin objekti nime dese metafizika dünyası. Herkes fizika dünyası emez. Lekin aka sizce fizik dünyası doğruluq zatı bulmamda din. Mesela insanlar nereden geldi? Xudayım yarattı deyip tüketiyor. Tedrici teraqqiyat nazariyesi mesela bütün dünyada bütün biyologiya to'g'risida o'tilayotgan bir nima bu teoriya var hem de eng cho'ng teoriyaning birisi tedrici teraqqiyat nazariyesi biyologiyada. Onun din herkes qabul qilmaydi mesela onu desek onu kafir olumizda hem de o tedrici teraqqiyat nazariyesini ba desek. Hem dinmi xuddi reallikda ilim-fanning javob izlayotgan sohalarga javob berish temsilida din. O'xshash savolga o'xshamaydigan javob berish temsilida. Ben herkes ilimden herkes bu gaye doğrusidagi savollarga javob bermaydi asli. İlim-fanning doirasida emas, ilim-fanning ixtisosida emas. Lekin sizning davatganing hozir keyingi ma'vo alem fiziksi. Boşluk fiziksi ya komissa nim deymiz emdi. Muş fizikada mesela keyingi fizik şunaslarning felsefeside bu mesele oturup koyuldu. Xuddi Hawking oturup koygandek mesela. Nima dese o çağda kainat qandaq paydo bo'lgan? Bu sual kainat qandaq paydo bo'lgan degan sual bu endi ilim-fan doirasidan chiqib ketgan bir sual. Bu endi qayerga boradi desa bu endi ma dinning bilish obyektiga o'xshash bu nominon doirasiga kirdi. Yoki metafizika doirasiga kirdi. Mahiyetke. Mahiyet dairesiga kirdi. Ve herkesimiz nima deymiz hadise dairesida emas. Şuna endi ilim-fan felsefesidimi kainatninki kelib chiqishini haqida savol so'radingmi? Demak, sen mahiyetga, nominonga ketken bo'lsa yoki metafizika ketken bo'lsa herkes Akademik hozir Kantning ayrish kategoriz qilish usuli bo'yicha kategoriz qilyapsizda bugungi bilim felsefasidan Kantning nominon fenomenini ishlatmamda ishlatmamda uni bilishimiz kerakda. Lekin mesela hozir biz ilim-fan mesela büyük partlashdan burungi nemis to'g'riliq kainat nereden paydo bo'lgan degan savolning javobi to'g'riliqmi nurg'un teoriyalar bor mesela paralel dünyalar, kainatlar teorisi degan o'xshash. Lekin faqat bular endi test qilgan bo'lgan, tajriba qilgan bo'lgan teoriyalar emas. Siz deganga o'xshash. Lekin bularni chuqur ilim-fanning ilmiy qoidalari tushunish kerakda. Masalan, mantiqliq bo'lish kerak. Ba'zi ilmiy faktlarga tayinish kerak deganga o'xshash. Ya'ni ilim-fanning qoidalariga mos kelish kerak bu. ilim-fanning qoidalarida kainat ne qanday paydo bo'lgan degan savolga javob bermaydi. U ilim-fanning ishi emas. Menimcha bu yerdagi talash tortish fan bilan dinninki bu xil talash tortishninki yildizi boshqa yerda. Endi muhimman aytganda har ikkilisi ong to'g'risida va dunyo to'g'risida bir xil izlanish. Endi mutlaq haqiqat agarda bir xil mutlaq haqiqat bor deyilsa fan va dindan ustun turilgan bir xil masala. Ana buningga yetishlik ikki xil usul masalasi. Shunga bu ikki xil usul nuqtasini aytganda qiziqsanglar bu 2002-yil Nobel mukofotiga erishgan Daniel Kahneman oningki tez suratlik va oz suratlik tafakkur degan kitobi bor 2011-yil e'lon qilingan. Buningda bilishingki odamlarning izlanish usuli ikki xil bo'ldi. Birisi tez suratli tafakkur, ya'ni birisi oz suratli tafakkur. Oz suratli tafakkur degani masalan bizdagi intuitionda bevosita sezim, his tuyg'u, ishonch. Endi buningki alayligi tez hukm qiladigan, o'ngay ishonadigan, unumga tez erishadigan bir xil usul. Ikkinchi sistema deganda u aql chunqur o'ylanish, ost xarakterli tafakkur. Ana masalan tipik misoli biz odatda quloqimizga tiqilgan narsani tiqilib yo'l bo'yida yugurib
uyga vaqtimiz muzikalarni anglay olamiz, xabarlarni anglab keta olamiz. Ammo birisi yanimizga kelib 58-76 ko'paytib baq desa, yugurib ketib berib, bu tafakkurni qila olmaymiz. Shu vaqtni o'zi yo'lning bo'yida darhol to'xtab o'ylanishga to'g'ri keldi. Bir xil tafakkurda biz odatdagi narsalarni o'ylab ketadigan bu bizniki yugurayotgan vaqtimizdagi bu qiyofatimiz sistema birninki ifodasi. To'xtab bu xil murakkab matematikalik masalalarni o'ylash sistema ishkining. Endi Daniel Kahneman'ninki bu nazariyasi o'zininki 50 yillik psixologik tadqiqot orqali o'tirib qo'ygan 2012 yili Nobel mukofotiga erishganda iqtisod fanlaridagi qilmish iqtisodshunoslik bilan psixologiyadagi qilmish psixologiyasininki asosag'ini uchun mukofotni oldi. Yani bu yerdagi bizning deyishayotgan muzokara qilayotgan masalamizga buning nima aloqasi bor deganda sistema bir biz deyishayotgan ishonch kitobi yoki e'tiqodga. Endi bu xil psixologiyalik tadqiqotlarga asoslangan bu xil sistema birning alohidaligi aldirab hukm qiladigan, o'ngay ishonadigan, eng ko'p xatolik yuz bergan bir xil sistema. Sistema ikki biz davatgan ilm fanlarga yoki izlanish, tadqiq qilish, aql ishlatishdak bu xil sistemaga tabiada. Yani bu nuqtadan aytganda agarda bizda masalan bir yaratuvchi ikki xil qurolni ijod qildi desak, sistem bir, sistem ikki. Endi o'zininki to'nilishini u qaysi xil sistem orqali to'nilishini izlashi mumkin. Eng unumli bu albatta eng unumli, eng to'g'ri yoki xatolik o'tkazmaydigan sistema orqali to'nilishni izlaydi. Shuni o'qib aytganda ham bizningki cho'ng mingimizningki taraqqiyot tarixiy arxeologik tekshirishlar qadimgi zamon biologiyasi paleontology deydi. Bu sohalardagi tadqiqotlarga qaraydigan bo'lsak, masalan, mingining o'zi azaldan bugünkidek holatda bo'lib qolgan emasda. Cho'ng mingininki yer sharida mingiga xos bir xil biologik qurilmaninki yer shari yuzida o'ttirg'i chiqqaniga 3 milliard yil bo'lgan. Yer sharining paydo bo'lganiga 4,5 milliard yil bo'lgan. 3,5 milliard yil ilgari anda mingiga xos bo'lgan bir xil biologik jonliq paydo bo'lganda, endi odamga xos genlarninki paydo bo'lganiga 2,5 milliard yil bo'lgan. Endi haqiqiy odamga xos yoki biz odatda aytib yurgan maymun odamlarninki paydo bo'lganiga 250 ming yil bo'lgan deymiz. Mushu tarixlardan boshlab hisoblab kelsak, arxeologik qazishlar orqali o'lchigan mingalarninki qurilmasiniki taraqqiy qilish jarayoni bizga ma'lum uchurlarni yetkazib kelgan. Yani bu jarayonni masalan odamninki cho'ng mingisi 1,5 kilodan ozroq. Yani o'ttirhol odamning og'irligi 80 kilodan 70 kilogacha. Nisbatlashtirsak 1:40 nisbatida cho'ng mingimiz odatda badanninki 1,70% og'irligiga to'g'ri keldi. Ammo badanimizdagi glukoz yoki biz tashqi muhitdan qabul qilgan energiyaning 20% mingiga ketadi. Endi tadrijiy taraqqiyotninki birinchi prinsipi masalan Daniel Kahneman'ninki bu tez va suratlik tafakkur degan kitobida aytishicha odam mingisiniki yoki ongninki bilishninki bo'ysunadigan prinsipi eng az kuch sarf qilish prinsipi. Bu dal Darwin aytayotgan keyingi Richard Dawkins bo'lsin yoki Stephen Jay Gould bo'lsin, hozirgi zamondagi dangliq tadrijiy taraqqiyot nazariyachilari. Bularning nazariyasida aytayotgan tabiatninki o'zininki tadrijiy taraqqiyot jarayonida eng az energiya sarf qilishdak bu xil prinsip bilan mos kelgan. Endi mingimiz bizga nisbatan badanda ozuqliq yetarli, har vaqt yetarli bo'lishini aytadi. Shu 20% bu energiyani ishlatib badanimizningki ichki a'zolarini tanglashdan sirt dunyoni bilishdak funksiyani cho'ng miya ishlaydi. Endi bu jarayonda eng az kuch sarf qilish prinsipi bu ikki xil sistemaga ishlatilganda, masalan, odamlarningki azaldan masalan miloddan 3000 yillardan boshlab hozirgacha bo'lgan fan bilan dinninki parallel taraqqiy qilishidagi
asosli masala dindagi ishonch, ya'niki dinning asosli qildig'ini dinga nisbatan masala bilish masalasi emas. Dinning izlaydig'ini ishonch. E'tiqod. iymon, aql iymonning dushmani deymiz, bu bekordan kelgan emas. Din bilan fan mangu bir-biriga qarshi-qarshi. Bu xil qarshi-qarshilik insonning tabiatidan kelib chiqqan. Uni biz nazariya orqali qo'rashtirib chiqib olsaqlar mumkin emas. Kantning nazariyasiga kelsak, Kantning nazariyasi u boshqacha bir xil nazariya. Buni ayrim tahlil qilishga to'g'ri keldi. Miyadagi biologik asosdan biz so'zlaganda cho'qim faktga asoslanishimiz kerak-da, tabiiy fanga, tajriba orqali isbotlagan bo'lgan. Bu nuqtadan aytganda biz balkim tabiatimizda yoki hayotlikda bizga nisbatan eng unumli bo'lgan bir xil yo'lni tanlash jarayonida ba'zi shortcutlarni yoki qisqa yo'llarni tanlagan bo'lishimiz mumkin. Masalan, o'ng'ay ishinib bitish, ishonch orqali, masalan, hayotlikqa nisbatan biologik bir hayotlikqa nisbatan aniqlik intayin muhim. Hayotni saqlab qolish uchun aniqlik narsaning aniq bo'lishi. Endi bu xil aniqlikqa nisbatan oddiy tuz ishinib ketadigan ishonchga tayinish bilan aql orqali yetib boradigan taniy shakldagi bu xil aniqlik, bu ikki xil yo'lni tanlash masalasi bizning hozir hayotimizga nisbatan bo'libmi bugunkidek Uyg'ur millatidek intan ig'ir krizisga duch kelgan shunaqa millatga nisbatan taniy yo'l bilan bu xil diniy yo'lninki ikkisini birini tanlash masalasi muhim. Shuni aytganda masalan Wittgensteinning degan gapi bor, masalan o Tractatus degan kitobi dunyoga mashhur kitob. Uningda nima deydi deganda odamlar o'zining ideyasini aniq aytishtirsa aniq ayta oladi dedi. Ba'zi aniq aytish bo'lmaydigan masalalar ustida sukut turish kerak degan. Bu yerda aytayotgan masala Abay aytilgan Kantning metafiziklik dunyosidagi bu xil metafizika nimadan derak berdi deganda diniy falsafa bilan ya ilohshunoslik bilan ilm bo'lgan falsafadagi metafiziklik dunyoning manbasi hayot nega bordi, makon zamon masalalari. Bu masalalarga nisbatan sukut turish degan. Amaliyotda bu xil kelishtirmachilik nazariyasini nurg'un masalan hozirgi zamondagi danglik faylasuflardan bo'lgan Richard Rorty'ning nazariyalariga qaraganda bu amaliyotchanligi yo'q bir xil kelishtirmachilik nazariyasida. O'tir chog'mi, 1000 yillik o'tir asr chog'mi shu dinni rasionaliz qilish skolastik vaqtdagi qoidasi shu din bilan bilimni kelishtirish, ilm-fanni kelishtirish jarayoni. Bu talash tortishni hal qilishning usuli menimcha oddiy bir usul. Hozir Daniel Kahneman'ninki bu nazariyasini misolga olishdagi sabab zodi bizga bu ikki xil qurolda bu ikki xil mutlaq haqiqat bor deb ishonsak, bu xil mutlaq haqiqatga yetishning eng unumli usuli qaysi? Qaysi eng yuqori unum beradi? Masalan, insonlarninki angliq yo'sinda dunyoni tunishi masalan 10 yıl ilgari eng ibtidoiy qurollar boshlanib yeziq shakllangan davrdan boshlab hisoblasak hozirgacha bo'lgan vaqt intan uzun bo'lgan. Endi mushu jarayonlar 10 ming yil ilgari odamlarningki hayot yashay olish ara 35 yil. 20 asrga kelganlar andin 70 yoshga chiqqan. Pensiyadan ijod qilinishi bilan 20 yillarda. Texnikaninki hayotlikqa bo'lgan elib kelgan unumi bilan oddiy ishlangan sistem bir orqali biz dunyoni tunigan oddiy ishlangan 2500 yil ilgari yoki milodiy 700-yillarda shakllangan dunyo qarash orqali dunyoda ishlangan yoki uni o'zgartirishga tirishadigan sistem birga taynamliq yoki sistem ishga bo'libmi bu xil tanlash bizdak madaniyat krizisga ig'ir krizisga duch kelayotgan millatlarga nisbatan muhim masala. Shunga yana koni yo'sinda bu ikkisi orasidagi talash tortishni yo'q chiqarishga urinish amaliyotda hozirgi biz duch kelayotgan krizisni krizisga sal qaraganlik deb o'ylayman. Men to'xtakamning nimasiga asos jihatdan qo'shilmam. Siz Adiljon so'z olmoqchiman? Men so'z olmoqchi. Buyurun, merhamet. Aldan biz programda din bilan Ahmad Akam yaxshi boshildi. Din nizodi nima?
ilim ben zaten nima debchi iniqlim bilan boshlagan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Bu din bilan ilim bilan o'tirish 3 xil munosabat shakli bor deb o'tirib qo'yilgandi. 3 xil ko'z qarash. Birinchisi to'qinish siz degandek zidlik. Zid var. Çok zid bo'ldi bir-biriga debchi. Birisi obyektiv dunyodagi voqea hodisalar o'tirishga sababchi munosabatning qandayligini tadqiq qilgan bir fan. Din bo'lsa deymiz manbasi ilohdan kelgan voqea hodisalarga ma'no yuklaydigan, ma'no beradigan bir sistema deb qanday tushundirdi. Ikki xil shaklda tushundirdi buncha. Ikkilisi haqiqat tunishdagi ikki xil vosita. Ham haqiqatda farqli usullar bilan tepishtirishadigan. Birisi dunyodagi qonuniyat tepishtirishdi. Yana birisi dunyoning tepishtirishadigan va shu orqali baxsalat erishishni ko'zlaydigan bir sistema, din. Ya'ni aldolar insonniki va insoniyatniki baxsatini oldingi plan qo'ydi. Din mandaq deb qaraldi endi. Jamiyat so'qsitma dinning cho'qim bir ehtiyoj ekanligini jamiyatlar o'rtasidagi jamiyatdagi mana tutilishni o'tirib chiqish bilan to'qinishni keltirib chiqadigan bir sistema, yo'l, qoida ta'riflaydi. Otto deb teologiya va ilojmas. Otto bilasiz. O dinni muqaddaslik bilan bo'lgan tajribaningki bir ifodasi deb qaraydi. To'qinish nazariy to'qinish deb qaraydiganlar shu pozitivizmchilar. Ondan keyin bu mantiqsal pozitivizmchilar, yangi ateizmchilar. Ondan boshqa bu naturalistlar to'qinish va deb qaraydi. Karl Popper shunday deb qaraydi ekan, lekin Kuhn shunday deb qaraydi. Karl Popper yanlışlanabilirlik bahsi çünkü yanlışlanabilirlikning ichiga hech qaysi diniy dokumentni qo'ygan bo'lsa. O to'qinish shundami? Ammo deydi ki yeni bir Ahmadikam o'tirib qo'ygan bir qarash bor. Din ayrim bir sistema, bilma ayrim bir sistema debchi. Ikkalasining funksiyoni o'xshamaydi. Masalan, men vilka, shundan vilka bilan men nima ichaman? Sho'rb icholmayman. Sho'rb icholmayman. Men cho'qim sho'rbini qo'shiqlar ichaman. Shundami? Onda o'g'an ekan ikkisiniki o'rin almashtirib qo'ysak, yer cho'qim bir ziddiyatga kelib chiqadi deb aniq tushundirdi. Masalan, men Turkiyadagi Yatavrash misol bor. Yatavrashniki dunyo shakllanib 5 qatim quruqlik parchalanib 5 qatim bir yerga kelish jarayonida Yatavrashning shakllangan deydi masalan. Bu Turkiyadagi Yatavrashniki tigi 20 million tarixi suzul deb qaraydiganlar bor ekan. Ama bilim bo'lsa bu Dimishq o'tirib chiqqan. Bu yer qatlamış bunda bo'lgan, buni tadqiq qilgan bo'lsa, bu din bu insonlar nimishqa bunda qilganlik uchun bu bundan nasib chiqdi. Bu insonlar o'tirishga munosabat zodi nim bo'lmoqchi. Yoki inson bilan Alloh o'tirishga munosabat qanday bo'lg'achqa bundan nasib chiqdi. Ya'ni bo'layotgan voqealarga ma'no yuklash masalasi shu bu yerda. Ma'no yuklagan vaqtda insonlar bir taskin topadigan, ro'yi uzuq qoldigan. Şuna, uçlar vakialar karta her iki sisteminki çokum lazım bulduğanlıkını. Birisiyle arlaşmayan takdirde, ya ki oturup çıkan neticeler bilen soğuklanan takdirde insanlarınki tekimi bir yapısı bir dünya yaratış nişanı getirildiğanlıkını oturup koyuyordu. Yeni bir söz karşı olsa hazır Tokta Efendim diyendek anda geliştirmecilik mecburi işkinelsinin bir ekiliş meselesi çok. Mesela bu Mısır'da bütün bilimlerini İslamlaştırışta yakın oturup çıkar. Mecbur temizliyor onu. Onun için bu Nimis Hitler zamanında hemen nasıllaştırıyoruz da şu bilimin başında bir kılımızda Türkçelik oturup çıkar. Bu Sovyet İttifakı meselesi mi? Hemen bu sosyalleştiriyoruz da bilimini mecbur ekleyen işler var. Ama yani ben ne göz karşıyım. Çok dinninki rolü başka. Bilimning rolü başka. Ama vaqtida chiqarishdagi neticasidan foydalanib o'zimizniki manfaat uchun xizmat qildiramiz degan yerga bosib qoldik. Ya'ni men shu ko'z qarash ya'ni. Cho'qim bir-birisiga aralashgan taqdirda maslaga qanday vaqt to'qnash kelib chiqdingiz? Din siyosatga aralashgan vaqtida o'rindagi siyosatchilar dinni qurol qilib ishlagan vaqtda cho'qim to'qnash kelib chiqadi. Buni o'z vaqtida g'arb dunyosida ko'rsak bo'ldi endi. Cherkov o'zining hokimiyatini mutlaqlashtirish uchun dindan noyob uslublardan foydalangan, shundaqla xalqni, dunyoni saqlash, huquqini monopol qilib olgan bir ahvol bor. Bu
bu İslam dünyası kelib chiqqan din manda bilim to'qinishmi dal sababi shu deb qarayman. Haliqi hokim mutlaqlik yoki mustabid hokimiyatlar dinni o'zining manfaatiga tushundirish orqali maqsadiga yetayotgan ishlar bor. Tandimi shundoq. Shunaliqi ikkisini mer bir ziddiyatlik ahvolga kelib chiqsak, bu ikisini chiqolmaymiz deb o'ylayman. Shunga ikkisinga ayrim muomala qilsak. Masalan, sizga nima javob beray? Bu yer terroristi yeng adolatni kurashdi qilishdi. Ular o'zining dardini tushuntirib ketdi. Bu normal xalq huquqsiz din nima, bilim mana bunday tushuntirsak, u odamlar hargiz uni anglamaydi. Agar ama bularga ro'yini tashkil qildigan dindan yoki mana psixologiyaninki natijalari bilan javob bersak, u odamlarni asonla tashkil topqiza olamiz. Lekin aka sizning deganingiz siyosatning qilg'ashida u bilim fanning qilg'ashi emas. Xalqlarning chekilqi, xalqning ko'nglini taskin topqizish. Ilim fanniki mana shunday. Ilim fan bu xalqlar nimish azob tortdi, nimishqa hozirgidek bunda qiyinchilik qilib qoldi deganni tadqiq qildi. Ammo sen qiyinchilik nima, azob uqubat qolmagan, baqisalik getdisi to'xtalmaydi. Uni din javob berdi bu masalaga. Shuningdek ikkisini birga kelishga nima to'qindirishga bir ehtiyoj yo'q deb qarayman men. Albatta, albatta. Men mana shunda deb qarayman, din bilan ilm fan o'rtasidagi chuqumliqi bir-birisiga zid qilish kerak deb o'ylamayman, lekin ikkisining falsafaviy xarakteri jihatdan din butunlay ayrim bir narsa ekanligini, bilimning butunlay ayrim bir narsa ekanligini, ichida bir-birisi bilan mo'lqi munosabatlashib turmaydigan bir-birisiga zid bo'lib qolgan ahvollarni intayin yuz berdiganligini o'tirib qo'yib demoqchi. Hem de mesela Auskon'un bir gibi var bu ya Emile Durkheim ki cemiyetşinasının kurgucularından birisi, yani çok kurgucularından birisi. Adamın dediğin gibi din bunun için bilimge masış alsa hayat kalıdı, bunun için dünyada. Din bilimge masış almasa hayat kalmaydı. Ben onu cevap vereyim mi? Emile Durkheim'in dediğin gibi de bunu evvel ben Ahmet sorsam bunlar ki belki uzun cimcide oturup gitti Ahmet Ben müştahilqa arağı kırıp sizlerden çölük sözünlerini tatıp sual sorup tutsam söhbeti kımaylıqı kızgın boldu ki edep sonuçta çi sual sorup tutsam. Hazır mı ya da benim nimemde hem de biz din dep ağa vaxtıda hem biz hemimiz biz Uygurlar Müslüman kalık. Şuna biz din diye vaxtıda kaldığımızda İslam dini kilidi. Elbette. Abi biz din ve ilim ben de bu ikisini oturup koyga vaxtımızda, siliştuğa vaxtımızda hem de din diye vaxtımızda din mi okşamaydı mesela Gazali ve şundakla şu dini ulemalar bular mı din? Bularning mı tadqiq qilayotgani, kuzatayotgani, o'rganayotgani din. Endi sofistlarni alaylik, ma'rifatchilarni alaylik. Bu mu din asli? Anadan keyin masalan faylasuflarni alaylik. Masalan Al-Kindini alaylik, Ibn Rushdni alaylik, Farabi'ni alaylik. Bu mu din? Bularni musulmon islom falsafasi deymiz. Bu mu din? Lekin bularning o'tirqiga ko'pincha narsalar dinga qarshi narsalar bo'lsa, masalan Al-Farabilarning Ibn Sinolarning o'tirqiga narsa shu davrda shariatga qarshi narsalar bor. Xuddi masalan Umar Hayyam masalan qara bunda masala ko'p yerda. Masalan Hallaj Mansur arkadaş darg'a sildi. Darg'a o'ldirildi. Ameliyatda Mansur Hallaj Müslüman emasmi? Tepekkürü İslam tepekkürü emasmi? Müslüman hem tepekkürü İslam tepekkürü. Özü deydi o Hallajning, özü şundaq deydi, başqalar ham shunda deydi. Hallajning o'rganganlar, o'qiganlar, tadqiqotlar ham shunda deydi. Lekin hamda bu yerda buni darg'a etishning sababi nima desa, bu yerda siyosat aralashgan. Ya'ni şeriatçilar bu meseleni siyasiylashtirib, andan keyin nimani Hallajning darg'asi turgan. Shunga o'xshashlar. İbn Rushdning kitaplarını koydurdu aynı vaqtida. Bunun da bu nima desam siyaset aralashganligi uchun. Ya'ni dinni siyosiylashtirgandan keyin anandagi Ibn Rushdning kitaplarını koyduruldi. Demak, bu yerda
islomning uchga bo'lsak, islomni hozir men uchga bo'lyapman-ku, islomni, shu din, islom dinini bir taraf, ma ikki taraf ustidan hukm chiqarib, ikki tarafni cheklayotdi, yeklayotdi degan gap. Birisi sofistlarni, yana birisi faylasuflarni, islom faylasuflari. Demak, bu yerda endi biz din degan vaqtimizda faqat bizning kallamizga keldigani shariat masalasi. Ma taraf, nima deymiz, hokimiyat taraf, siyosiylashgan taraf. Amaliyotda sofistlarchu, islom faylasuflarichu, Al-Kindi, Farabi, Ibn Rushd, bularni nima deymiz o chaqda? Kalamchilar, faylasufchilar. Endi masalan nimani mutasavviflar, sofistlar o'zlarini arif deb ataydi. Arif degan gap arabcha bilguchi degan gap. Ma'rifatchi, ma'rifat deymiz-ku biz, ma'rifat. Ya'ni buni bilish degan gap. Ya'ni sofistlarning nazarida, ularning nazarida masala bilish. Hargiz shariat emas. Shuna ular ikkiga bo'lgan islomiyatdan nimsida Allohning o'zini, Allah ilohiy zotning o'zini ikkiga bo'lgan. Biri buyruq, ilohiy buyruq, yana birisi ilohiy istakdir. İlahi buyruq degani bu bütün Allah'ın emir fermanları, Allah'ın şeriatları, kanunları Müslümanlığa çıkargan. Endi ma'u istek dünyasına kelsek, istek, zatning istek tarafına kelsek, bu bilish orqali nimaga qo'lga keltiradigan narsa. Hargiz u buyruq orqali, shariat orqali emas. Shunga bu yerda masala bilish masalasi sofistlar o'ttirib qo'ygan vaqtida bu yerda ishonishdan boshqa yana gumonning o'ttirib qo'ydi. Endi buning masalasini bunday sharilaydi. Sofistlar shunday sharilaydi. Masalan, Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, uningga o'zininki ruhini puylaydi-ku Tangri, Allah. O'zining ruhini puylab yaratgan degan Odam alayhissalomni, Odam alayhissalom shu chaqda jannatda Allah buyruq qiladi Odam alayhissalomga, ma'u shajaratul xuld deydi, ma'u nima deymiz, o'lmaslik daraxti. Bunda şübhet vaqtida nimada Hristiyanlarda, Yahudlarda buni ma'rifat daraxti deydi, ma'rifat olmasi, ma'rifat mevasi deydi, ma'ni yema deydi. Bu degan asli ma'rifat, bilish mevasi. Endi Allah Taala biz hammamiz bilamiz, mantiqi bilan gapirsak, falsafaviy tafakkur qilgan vaqtimizda Allah Taala bilguchi ham hammaga qodir. Bilguchi ham hammaga qodir. Mushu bilish bilan, bilim bilan hammaga qodirlik bo'lgan mush qudrat kichkina olgan vaqtida Allah Taala qanday qilib Odam alayhissalomga ma'rifat mevasini yema deb buyruq qiladi, lekin yana Odam alayhissalom ma'rifat mevasini yeydi. Agar Allah Taala buyruq qilib shu buyruqiga itoat qilg'iman degan bo'lsa, Odam alayhissalomni hargiz Odam alayhissalom bilish mevasini yemaydi. Yenmeydi. Çünkü Allah'ın kudreti var bir yerde, Allah'ın istek meselesi var. Allah eğer yemesini isteyen olsa, mümkün emez Adem Aleyhisselam'ın bu meyveni yiyişi. Şuna Allah Teala'nın buyruğu var, meyveni yeme deydiğen, biliş meyvesini yeme deydiğen, yine bir taraftan istiki var, ye deydiğen. Şunda boğanda demek biliş meyvesi, bunun da birinciden işiniş meselesi var, yeni birisinin guman meselesi var. Şuna hazır, sizinki ilan yazganında işiniş bilen nimini, ilim benini, yakımız bilişini karım karşı koyupsa, emeliyatta biliş, işiniş bilen gumanın özü kaldı. İkisinin tam özü kaldı. Mesela, hazır mahiyetinin gibini kıldık, nominonun gibini kıldık. Mesela Allah ne? Mesela Allah'tan ibaret muş hukum dep turaylı. Muş hukum ne? Bilgili bulamdı. Bu yerdeki menimcha masala agarda biz bir xil bu ikki sohaning birisini ishga turib masalani muzokara qilaversak, bu yerda o'ziniki logikalik dalillash, isbot asosiy va jarayonlari bor. Ana muhim masala menimcha bu ikkisidagi
bu ikki sohadagi talash tortishdagi muhim masala, masalan, dinga nisbatan aytganda biz uni qanchalik shariylasak, qaysi nuqtadan shariylasak, muhimi bu yerdagi javob allaburun berilgan. Bu yerdagi javob tayyor berilgan javob. Bu vaqtda hech qachon biz shu tayyor berilgan javobning Qaysi cevap tashayiniga chiqib, sirtiga chiqib, panga o'xshash tayyor berilgan javoblarga savol qo'yolmaymiz. Hocam bir savol sordu to'xtaka sizdan. Nimdiniz aka qayta Ben anlamayapman. Ya, siz nimaga javob berildi? Tayyor javobda. Tayyor javob masalan dunyoninki manbasi nima, hayotning asosi nima, oxiri hayot qayerga bordi, dunyo qanday bo'lgan, paydo bo'lgan. Bu javoblarga ikkisidagi masalan bilish masalasi deymiz, amaliyotda bu abay siz aytgan butkul islom falsafasininki butkul tarixi, bu jarayonlarning hammasi amaliyotda oldin berilgan javobni o'xshamagan yo'sinda sharhlash, dalillash jarayonlari. Fanninki o'xshamaydigan yeri, fanda tayyor berilgan javob yo'q. Hech qanday masalaga nisbatan oldin tayyor berilgan javob yo'q. Uning uzluksiz o'zgarib turdi. Oldin berilgan hech qanday masalaga oldin berilgan javob yo'q. Uningda birdan bir babog'ini cheksiz savol. Endi bu xil izdinish agarda ilim-fanni davatamsiz, ilim-fan falsafasini davatamsiz. Hozir men arışıp ketdim, hukumla arışıp ketdi. İlim-fan falsafasi boshqa, ilim-fanni shu ilim-fan falsafasi tadqiq qildi emasmi? Ilim-fanning nima ekanligini fizikaya biolgiya emas, ilim-fan falsafasi. Hawking mesela felsefe öldü. Ya olmasa kainatın nereden payda olan degan vaqtida Hawking ilim-fan, yani scientist emas, filosof aylanadi bu yerda. Aha, elbette. Bu ayrı. Ya lekin masalan kaka ilim-fanning nima ekanligini biz ilim-fanning nima ekanligini fizik tadqiq qilmaydi, bunda bir soha yo'q. İlim-fanning nima ekanligini, ilim-fanning tadqiqot metodlarini, ilim-fanning falsafiy vositalarini hammasini shu ilim-fan falsafasi tadqiq qildi. Amaliy aka bu o'xshash gap. Masala bu yerda mesela tibobat shunda taraqqi qilgan. Tibobat nima? Tibobat ilim-fandir. To'g'ri, tibobat ilim-fan. Uningda o'tirib qo'yilayotgan masalalar falsafiy masala. Umuman tibobat ilim-fan chunqur qatlamdagi masalalarga javob. İlim-fan falsafasi boshqa deyapmiz. Ikkini aralashtirib qo'ymaylik deyapman. Ya aka lekin ayrım lekin shu ilim-fanning nima ekanligini tushungan shu ilim-fan falsafasi tutsa masalan biologik dunyoni biologiya tadqiq qildi. Deyapmiz hozir ilim-fanning bilish obyekti bilen dinning bilish obyekti ikkisi o'xshamaydi. Shunga ikkisi silishtirib bo'lmaydi, birini birdan ustidan qo'yg'ili bo'lmaydi, birini ma'nodan yaxshi degili bo'lmaydi deyapmiz ku. Ya bu yerdagi bilish obyekti o'xshamaydi degan masalaga men ancha qo'shilib ketmayman. Nima uchun deganda bu yerda bilish obyekti bo'layotgan emas. Masalan izlanish nuqtasini aytsak, dinga nisbatan aytganda bu yerda izlanishning hojati yo'q. Haqiqat dinda bilish izlanishning masalan Qur'on shunday deydi. Qur'onda masalan Alloh birinchi haqiqat men izlanaman deydigan gap. Kur'an'da da demeydi o. Ben sizge dey, qarang, to'xta efendi. Qur'onda sen nurihim ilim-fan munosabatli bo'lgan shuni dey buni. Sen nurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim degan oyat var. Bu nima degan gap? Masalan, sizning chondaqda dinni o'zindigan bilimning obyekti nima? Ya men tarjimani qo'yib turib, mush oyatni sizga shu Uyg'urcha so'zimsiz tarjima qilib beray. Biz Allah'ın gepicimi, biz ulağa özümüzün ufuklardaki ve ulağının özlüklerdeki ayetlerini köstümüz deydi. Demek İslamiyet'in özüdü mü, Kur'an'ın özüdü mü, Allah'ın ayetleri üç yerde var. Muş ayetin özü de elbette ortada. Birincisi Kur'an'da var Allah'ın ayetleri. Kur'an diyen kitapta, muş mukaddes kitapta var. İkincisi ufuklarda var. Ufuklar degeni kainatta. Allah çeçivetken ayetlerini kainatta. Şu kainatta var. Üçüncüsü özlüklerde var. Fil enfusihim. Özlükleri de değil. İnsanınki psikisi de, yani özü de.
ruhida degan gap. Demak, mana Allah oyatini 3 ga ajrashgan kitobida, Qur'onda koinotga, ufqlarga, insonning o'zliklariga. Endi mushunday ilib aytgan vaqtida Allohning oyatlarini bilish bu bir majburiyat. Shundaqmi? Qur'on keldi bizga o'zimizning tili bilan, masalan arabcha tili bilan uni o'qib oyatlarni ko'ralaymiz, tushunaymiz. Lekin ufqlarga chashgan oyatlari bilan o'zliklarga chashgan oyatlarni qanday deysiz, qanday bilasiz uni? Demak, bu ilim bilan bilamiz. İlimpen degan mushqqa shart qo'yatam. Ya akaz sizning degan gaplaringizni siz tutab turasiz, hozir degan gaplaringizni ma'qullash uchun biz avval ilimpandan Xudoning borlig'ini isbotlashimiz kerak. Xudoning borlig'iga hammamiz o'rtaq bir turmushga kelgan bo'lishimiz kerak-da. Ya masalan Alloh bor. İnsan deganlar inson. Ya masalan tutab turaman, men bir jumlani qistirib olay. Masalan Alloh bor, inson Xudoning bandisi. Biz o'lgandiki ya do'zaxga boramiz, ya jannatga boramiz degan o'xshash mush narsalarning hammasi Qur'onda aniq yozilgan narsalar u. Musulmonlarimiz mutlaq javob emasmi siz uchun? Mutlaq javob musulmonlarimiz. Koinot hech nimadan paydo bo'lgan degan so'z mutlaq javob emasmi? Ya bütün mesela birisi dogma ka. Ya birisi dogma, birisi biz bo'lalaygan narsa. Hatto Big Bang'ning o'zimi, cho'ng portlashning o'zini biz nazariya deb qaraymiz uningga. U 11 dogma. Kim uni haqiqat Ya ya aka, tutab turing. Biz nazariya deb qaraymiz, chunki bir narsaning bir ilmiy fikrning nazariya bo'lishi Adiljon Kamildan texnik yaxshi so'zlab berish mumkin. Bir hipotezning ilmiy bir fikrning nazariya bo'lishi uchun, teoriya bo'lishi uchun ilmiy faktlar bilan chuqur quvvatlangan bo'lishi shart. Mesela o degan bir nazariya deb o'tib ketmaymiz. Nazariyaning ichi dogma olmaydi. Ochiq mesela nurning qizilga qiyishi deganga o'xshash ilmiy faktlar bilan o ilmiy fikr mantiqli bo'lish kerak, aqliy bo'lish kerak, savolga tanqidga o'chib bo'lish kerak va tajriba qilish imkoniyati bo'lish kerak. Karl Popperning degandek yanlishlanabilirlik. Mush narsa bo'lganda anadiki bu ilmiy teoriya bo'ladi. Bu dogma olmaydi, lekin bu Qur'onni kitobdagi mutlaq haqiqatlar bilan butunlay farqli kichkina narsa. Men shunga deyapman. Koinot hech nimadan yaralgan bilan koinot Allohdan yaralgan ikkilisi dogma bo'ladi. Haqiqat ikkilisi haqiqat bo'ladi. Ikkisining nima farqi bor? Ya tushuntirman sizga farqini biraka. Hokimning koinot hech nimadan yaralgan degan so'zni siz xalqancha inkor qila olasiz. Ha, unda emas deb qarshi qolaysiz, lekin Xudoyim yaratgan yoki Xudoyim bor degan qarashning o'ziga siz ya Xudoyim degan narsa yo'q. Xudoyim bu narsani yaratmagan deb qarshi chiqolmaysiz. Ama birisi dogma, shu birisi tanqid qilishga o'chib, birisi tanqid qilishga taqoq. Qarshi chiqolmaysiz, qarshi qilayotganlar bor-ku. Qarshi qilayotganlar bor. Dinning ichida, o'zining ichida, sistemaning ichida, bilimning o'zining ichida siz hokimning deganlarga qarshi qolaysiz. Lekin dinning o'zining ichida siz qarshi qilmaysiz, qarshi chiqsangiz munofiqsiz yoki dindan chiqib ketasiz. Hallash, men Alloh degan gapi qarshi chiqish emasmi? Agar dunyoni Alloh yaratgan bo'lsa, hallash qo'yib men Alloh degan bo'lsa, demak dunyoni men yaratdim degan bo'lamda, hallash u qarshi chiqqan bo'ladi-ku shumi? U qarshi chiqqanlik emas, bu yerdagi masala. Bu yerdagi tasavvuf sufizmning bu xil mistiklashtirishi amaliyotda ularga o'ziningki ongdagi zamonli xususiyat nuqtasini aytganda, hozirlikning o'zidagi ongninki kengayish jarayoni nuqtasini aytgandagi amaliyotda Allohninki o'zining tindagi ifodalanishninki bir xil shakli nuqtasini o'ttirib qo'ygan masala anal haq degani bu men Alloh yoki men yaratuvchi degan gap emas. Allohninki shu yakkilik orqali ifodalanish shaklininki bir xil ifodalanish nuqtasini o'ttirib qo'ygan masala. U sufizmninki bu xil sirliqlashtirish masalasi orqali uni islomning o'ziga qarshi turganlik degani bo'lmaydi. Bu amaliyotda sufizmdagi bu xil Mansur al-Loji bo'lsin, Rabiatul Qadr bo'lsin yoki Jaloliddin Rumiy bularning o'tirib qo'ygan nazariyalari amaliyotda islomningki haqiqiy islomningki dogmasiga qarshi o'tirib chiqqan bir chiqib chiqqan islomizm amaliyoti. Bilib misol berdim, shu 3 bo'lakning birini qilyapsiz, shariatning gapini qilyapsiz. Bunda qarasak bo'lmaydi bu. Nima deymiz? Asosiy iqlimga aylangan
İslamiyetning gapini qilyapsiz. Hokimiyat bo'lgan, siyosiylashgan islomning gapini qilyapsiz. Bu yerdagi masala bundaq emas. Bir boshqacha misol bilan deyishayli. Unda bo'lsa Çember haqiqat emasmi? Nihoyatda yani ilim fanning o'zini ilib aytgan vaqtida mo çember degan ilmiy haqiqat, geometrik haqiqat, matematik haqiqat bu çember. Amaliyot çember degan yo'q narsa. Çemberga biz qandaq erishdik? Qandaq bildik çemberni? Çemberni qandaq bildik degan bu savolga javob berib qilinglar qani. Tajriba orqali bildikmi yoki buni bilish nuqul aqliylik nima deymiz? Mesela Kant'ın qarashicha bu xil masala a priori deydi-da, yoki oldin tug'ma A priori sabab natijalik munosabat, makon zamonliq tunishlar. Endi bu çember yo'q narsa emas, u bor narsa. Bor deganda masalan biz çember orqali yoki çember shaklida tunigan bizningki aqliy tafakkurlarimiz orqali amaliyotda tajriba orqali uning natijalarini keltirib chiqara oldik. Bu yerda birdan-bir farq abay eksan deb o'tganga o'xshash muhim farq tajriba orqali isbotlash. Agarda bu yo'q narsaning hammasi yo'q deganlik emas. Ba'zi masalalar masalan tug'ma bo'lgan odamlarningki bilish jihatdagi cheklanmaligi bu odamlarningki masalan har qanday masalan sabab natijalik munosabat orqali yoki bo'lmasa makon zamonliq. Makon deganda makonningki 3 o'lcham bor. Shundaqmi zaman bir o'lchamlik. 3 o'lchamlik makonni biz 3 bulon shaklida damdiq, chambar shaklida damdiq yoki bular orasida munosabatni matematikalik tanasiblar, formulalar orqali damdiq. Bular bizda tug'ma aksiomlar, bular bor narsa. Buningki muhim bo'lgani mushu narsalar orqali tajriba dunyosi, fizikalik dunyoda amaliy unumga erisha olamiz. Bir odam teleskop osmondagi ay navatdan yasalganda ishonasa o'zining ishi. Buni Amerikaning yo Jungoning asos qonunini cheklamaydi. Tabiatning qonunini cheklamaydi. Lekin bu xil ishonch bilim bo'lish uchun it needs to be justified. Yoki u isbotdan o'tish kerak. Isbotlanmagan ishonchlar, qarg'ulachi ishonchlar u bilim emas. Shuni xuddi aytganda dinda bilish jarayoni yo'q. Uningdagi birdan-bir bor narsa e'tiqod. Endi barliq mushdinlik sufizm, tasavvuf yoki barliq tariqa shunosliklarning hammasiniki aytib o'tganlarning demakchi bo'lgani siz abay deganning hammasi siz bir sistemani ichida dedingiz, din sistemasini ichida. Bu yerdagi berilgan javob Alloh burun tayyor. Alloh birdan-bir haqiqat. Barliq bu yerdagi deyilayotgan nazariyalarning hammasi shu oldin berilgan javobni isbotlash jarayoni. Dinning farqi o'tirib qo'yilgan masalalar yoki Karl Popperning degandek falsificationdan yoki Thomas Kuhnning aytgandek scientific revolution orqali isbotlanish orqali o'tirib chiqadi. Buning isbotini biz ko'rib turibmiz. Siz ishlatayotgan iPhone'dan tortib, biz ishlatayotgan iPad yoki kompyuterlarning hammasi mushkul nazariyalarningki siz amaliyotda yo'q degan chambarga o'xshash nazariyalarningki amaliyotga tatbiqlanish orqali amaliy unum natijani ko'rsatib chiqayotganligidan bo'lgan narsa. Shunga biz masalan atom bilan molekulalar yoki elektronlar yo'q, men ko'rmadim, shunga yo'q. Undaq degani bo'lmaydi. Bu narsalar nazariyalar orqali burunqi nazariya bilan hozirgi nazariyalar asosida bir-biriga mos kelsa, ichki birlik kelsa, uni predict qila oladi. Masalan, Peter Higgs 60 yil burun Higgs bozonni o'tirib qo'ygan 20-yili bu isbotlanib chiqdi. Ayni vaqtda bu narsa yo'qdi deb odamlar uni bu bir xil superstition deb qaramay qo'ygan emas. Endi bularning hammasi deyilayotgan masala bilim, ishonchning bilim bo'lish uchun isbotlanish kerak, isbot asosi bo'lish kerak yoki evidence bo'lish kerak. Ishonch bilan isbotni ikkini qo'yib so'zlashsak qaram. İlim fen her qandaq narsani isbotdan, nimada tajribadan o'tkazish kerak. Shunda isbotlash uchun. Tecrübe ve kızıştırış. Lekin mohiyatga o'xshash, men dastlabki so'zimda boshladim shunda deb. Nominonga o'xshash, metafizga o'xshash ashundaq haqiqatlarni tajribadan o'tkazgili bo'lmaydi. Bundaq ahvolda Siz ular bilim emas, ular felsefe ve küz qarash tutsa.
Ha? Bu Çünkü onlar felsefi ilim gösteriş fenomenü ameliyatda bütün felsefe onda bu kayışlıkça çok küsüş buluş gerek değil. Qarang, felsefi köz unda bo'lsa, sizlarning davatqan ilim fan hozir ash nimaning ilim fani o'xshash. Heideggerning-chu, Heidegger nima deydi? Ya Karl Popper. İlim fan o'ylanmaydi deydi. Heideggerning so'zi bu. İlim fan tafakkur qilmaydi deydi. Bu to'g'ri. Mushu ma'nodan olib aytganda, chunki ilim fanning o'ylaydigini o'yning moyiti emas. Mundaqchilik vaqtida bilishninki hozir biz davatqan mohiyatlik masalalar emas. Bu faqat tajribadan o'tkazilib bo'ladigan alqanim deymiz, hodisaviy masalalar. Bu Peki aka sizin hazır oturup koygan hazır Kant dediniz, Heidegger dediniz, bulaylık edebiyat sanatının uygunu işlevirdin ki çıkan baylık çünkü Heidegger bir nimeler bu. Bu Heidegger onun üstüge bir xil idealist nime o? İdealist bulamda naturalist. Heideggerni u xil Naturalist. falsafiy yaqinlar orqali aniqlanmagani bo'lmaydigan bir faylasuf. U 20 asrdagi Ikkinchi dunyo urushidan keyingi eng dangliq faylasuf deb qarashga bo'ldi. Bu yerda Heideggerning da'vatini mavjudiyat, dizayn bu masala fan to'g'risida yoki haqiqat to'g'risida masala Heideggerning da'vatini bu xil insonninki to be or not to be Shakespeare'ning gapi bo'yicha aytgan. Mushkul shakldagi mavjudiyatning o'zininki mavjud bo'lish jarayoni bu fanni shuning ichiga kirgizib etgan. Bu yerdagi balki ilm fan o'ylanmaydi degan masalaninki mazmuni bu yerdagi masalaga mos kelib ketmaydi. Bu yerda ilm fanninki o'ylamaslik chunki ilm fanga nisbatan o'ylanish allburun amalga eshib bo'lganda shuni aytganda mavjudiyatninki mavjud bo'lish yoki shakllanish jarayoni uchun o'ylanish allburun amalga eshib bo'lganmi? Albatta. Masalan, mandaqcha aytganda biz Nietzschening nuqtai nazarini aytganda fanning o'zi bir qurol, shundaqmi? Men gapimda olay, ilm fan javob beradigan narsa. Ilm fan-chu javob berdi. Lekin men hozir davatgan bilish masalasi bu savol so'raydigan narsa. Shunga men Heideggerning ilm fan o'ylanmaydi deganim shu ilm fan javob berdi u. U savol so'ramaydi. Lekin hozir bizniki ilm fan bilan dinni ayirayotganligimizningki negizli masala mush yerdan boshlanadi. Ya'ni dinning o'ylaydigini, din o'ylanadi, o o'ylaydi, savol so'raydi. Shu so'ragan savoliga asosan javob izlaydi, javob berdi, javob topadi. Ilm fan javob izlaydi, savol izlamaydi. Shunga ilm fanning doirasini kengaytib etmayli. Ilm fan faqat hodisalarni o'zining obyekti qiladi, bilish obyekti qiladi. Desaklam ishlaydi. Unda bo'lsa okey. Hodisalarni biladigan narsa, lekin bizning hozir deyishayotganimiz falsafiy masalalar. Ya'ni u mohiyat nimadan hodisalardan mohiyatga atlab ketadigan narsalar, falsafiy narsalar. Shunga bu yerdagi ikki manbachilik metafizik qarash bilan qarashimizga to'g'ri keladi, diniy qarash bilan qarashimizga to'g'ri keladi. Ya'ni nima deymiz? Bilish nazariyasida masalan ilmiy shaklda emas, ba'zida falsafiy shaklda qarash to'g'ri keladi haqiqatlarga. Shunga o'xshamaydi. Shunga ilm fanni va kengaytib, buni butun narsalarning hammani ilm fanga kirgizib olsak, hozir biz ayblayotgan dinga o'xshash bo'lib qolamiz. Hamma narsani dinning ichiga tiqib olgan. Ya bu hamma narsani ilm fan orqali tushuntirish, ilm fanga bo'lgan cho'qinishni keltirib chiqaradi deganlik emas. Masala siz aytayotgan bu yerdagi hodisa bilan mohiyat amaliyoti Platondan boshlangan ikki manbachilik bu kona nazariyalar. Bu xil nazariyalarningki dunyoni tushuntirish kuchi allburun qolib qolgan. Buni o'zingiz deb o'tdingiz Heideggerning nazariyalari orqali. Bu Heideggerning dizayn nazariyasi amaliyotda bu xil ikki manbachilikning amaliyotga mos kelmaydiganligining bir xil isboti. Hodisa bilan mohiyat, dunyoda mohiyat degan narsa yo'q. Birdan-bir ma'nosi bizningki kuzatishimizda yoki mushu ko'z oldimizdagi narsalar yoki bizningki hozirgi nuqtamiz. Mohiyatchilik nima deganda amaliyotda Platondan boshlangan dunyoni ruh bilan moddaga
yoki hodisa bilan mohiyatga ayirishdak bu xil koni marksizmlik falsafalarning ifodasi. Endi Richard Rorty'ning keyingi masalan yangi pragmatizmlik nazariyalarga asoslanganda bu xil nazariyalar amaliyotga mos kelmaydi. Amaliyotga mos kelmasligining sababi bu yerda ong dunyoni bildigan narsa bizningki yoki engimizda. Bu ong bir narsa. Ong qirish bilan bilish. Bu Ben ongni bir biz ikkiga Tohter bo'lib Efendi'nin bir sorusunu bulan da. Tohter Efendim. Mahiyet yok dediniz. Qandaq paydo bo'lgan degan savoli mohiyatlik savol emasmi? yo'q. Mahiyet yok Bu dediniz yer- bana. Mahiyet yok mu ispatlap verelim misiniz hazır? Nimani Mohiyatlik deysiz? savol emasmi? Unda Mahiyet savol bu. yok dediniz. Bu- İspatlap bu- verelim bu- misiniz? Mahiyet yok dediniz. Bu hodisaning Mahiyat, savolimi, sizga hodisalar mahiyet munosabati masalan- savolimi, koinot qandaq paydo bo'lgan degan savol. Ya, Qanday gap şu- bo'ldi bu? Masalan, Ya. mohiyat siz aytayotgan mohiyat mandaq narsa. Masalan, mohiyat deganingiz odamning mohiyati deysiz, shunaqa. Masalan, Mehmet, Samat, Ahmet bor. Ulardan sirt ularning hammasiga mos keladigan mohiyat degan narsa bor deb Ama hazır hazır bizge mağlubu paranlaşıyotgan vaqtimizda ben nimrek Falsafaning o'zidan chiqdim bu masalalarni. Masalan, Immanuel Kantningki masalan nominon bilan fenomenon, Neminingki Sokratningki masalan fizika bilan metafizika deb Sokratning deymi Aristotelning fizika bilan metafizika deb mushu faylosoflarning, mushu ilmpanchilarning, mushlarningki gipidan chiqaryapman men buni. O'zim ekan dedim. Lika aka ben mesela hazır bir minut ben bir gitmek olayım. Bu ilki birimiz söz yapan keyin birimiz sözümsek belki şokun sonra bu ketip kalsam biz düşünebiliriz gapni lekin kögüçlerning nimasi qalaymaqan bo'lib ketmasin deb shunga sel koordinatorlik vazifamni ishiltib turib sel azroq qo'shib qo'yay. Demek ki hazır endi Adilcika endi siz bayaq bo'lgan siz ko'z qarashlarni iltmang'ash hozir men bir qarindishimiz savol so'rabdi. Sizga savolni o'qay. Dinning bilimga ehtiyoji bor, lekin turdan qayta eklaymiz savolni ekranga. Dinning bilimga ehtiyoji bor deydi. Lekin bilimning dinga ehtiyoji bormi deb so'rabdi. Adilcika siz buni qanday qaraysiz? Abdulkadir Turpan degan qarindishimiz so'rabdi. Dinninki bilimga ihtiyacı var, bilimninki dinge ihtiyacı yok. Lekin dinga ehtiyoji bormi deydi. Şimdi yine bütün mesele müşterek kaldı şu adır. İşte mecbur bir ekvatımız, ekegen dikilla bu işinki işin çıkıp olgan meseleler. Yaxshilab turib shu gapni dedim. Ama- Shunday bir qarim-qarshilik ishmishlar bo'ladi deb o'zim javob berish kerak. Ben hazır bir tarihi cihetimizde bir misal vereyim. Şimdi pozitivizm garip dünyasındaki cid şenge ilimpe kanla oturup çıkarlıkını az sonra dep ötken bulduk. Pozitivizm yani Kant dedi ki pozitivizm yani hadisşünaslık. Bilimni biz İsa'nın rehber kılsak, İsa'la hem meseleyi hal kılalaydı, dünyanın düşünüyorlaydı, bakışlardaki erişkiye göz karşı oturup koydu. Şunu karışıp modernizm oturup çıktı. Modernizm degen bir iklim, bir turmuş şekli, bir dünyanın düşünüş şekli. Bununla erişip şundan sekülerizm bu oturup çıktı. Sekülerizm nime diye vaktimizde insanların dünyanın düşünüşte, o cemiyette başkuruşta, kişilik münasebette dinninki rolü kalmaydı, bilimnin rolü oldu. Mesela ya tevregen olsa, ya tevreşin fakat insanlar Xudodan kelgan ogohlantirish emas, faqat din orqali tushundi. Men tek bu shuni tayinlamdi. Ya'ni sekülerizm hamma yerda, dunyoda yeyilsa, ishlar hal bo'ldi degan bir masalaga o'tirib qo'ydi. Ki ilim fan, ya'ni sekülerizm, modernizm qarindosh, bir-biriga tushib ketgan narsalar. Ammo aradan uzun o'tmayla nitizda o'tirib chiqdi. Qarshi g'arb dunyosi masalalar bo'lmagan. Ko'nglerim bo'ldi bu odamniki. Sartre o'tirib chiqdi. Dediki, bu ishlar bo'lmaydi dedi. Bu insanlar bağlansa dünya hayatındaki ma'nosi yo'qolib ketib qoldi. Hayotning ma'nosi tugishyapti debchi olamni o'tirib qo'ydi. Tangri yo'q degan gap amaliyotda Tangrini inkor qilishdan birga Tangri bo'lgan bo'lsa bunda bo'lmaydi demoqchi. Menda tushunma gapini. Uzun o'tmayla Amerikada, Yevropada ikki cho'ng dunyo urushi yuz berdi. 70 milyon odam o'ldi. Shuni demoqchi. Agar sekülerizm hammani hal qilgan bo'lsa yoki shu bilimdan olgan uzuq bilan sekülerizm shuni hal qilgan bo'lsa, ikki dunyo urushi
oturup çıkmam oladı. Bu bir. Bunun gibi emas şundamı? Bu iliqi sekülerizmdeki kriz yoluqqanlığın degan bergeri var. Din sosyolojisininki qurg'uchilardan birisi. İsa açık yaxshi uqdi bu odamni. Yani din o'z vaqtida qanday kriz kirgan bo'lsa, g'arb dunyosida. Emile Durkheim deysiz. Berger, Peter Berger. Ha. G'arb dunyosida sekülerizm, yani bilimninki tuqquni bo'lgan sekülerizm kriz kirib qoldi deb shuni tushuntirdi. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sabab bu bilim, sekülerizm, yani bilimninki, ilim fanninki umnishi bilan bu nima deymiz? Dinning roli qolmaydi deydi. Ama 1960-yillardan boshlab g'arb dunyosida taraqqiy qilgan bu ellarda har xil yangi din harakatlari o'tirib chiqish boshladi. Munjuluq, onunki yalava shoidlari, onunki nima deymiz? Yani sayatonistlar, yani ilim fanni muqaddas deb qaraydigan, Amerikada onun boshliqlari. Hindistonda o'tirib chiqish boshladi. Hatto Yaponiyada 1984-yili metro, yani yerasti poyezdida o'zida yangi e'tiqod qilgan yoshlar adam o'ldirishga boshladi. Hozir insonlarning ma'naviy dunyosi qandash uchunchi bilimga emas, buni men degan gap emas, o'sha yeni diniy harakat bilan o'tirib qo'ygan odamlarning gapi, ya'ni Yevropalik falsafasininki. İnsanlar demek ilim fan bilan ma'lum masala qilib bo'ldi ekan. Nurg'un narsaga javob topib bo'ldi ekan. Yer sharininki, dunyoninki, koinotning haqiqatini, qonuniyatlarini topib bo'ldi ekan. Bunga javob bera oladi ekan. Ammo insonning ma'naviy ehtiyojini tepira olmaydi ekan. Manda tushundirdi. Mushu sekülerizm, chiqishon dunyo urushi bilan men degancha, mushu yeni diniy harakatlarninki umlashib ketishi, bular g'arb markazlik, bu sekülerizmninki kriz kirib qolganligini, manda qilib aytganda bilimninki hamma narsaga javob bermaydiganligini. Shunga biz ilim fan bilan dinni ayrım fonksiyonu bo'lgan, ammo ikkilisi insonning ehtiyoji bo'lgan. Ya'ni bir ikki oyoq kiyimiz biz o'ng so'l, maqchub, yani o'ng so'l. İkkilisini kiyish kerakligini kiygan vaqtida ham insonlar koinotni yoki dunyoning mohiyatlarini, nimasini javob tepib taraqqiy qila oladigan, shundaqla ma'naviy ehtiyojini din bilan hal qiladigan nazariyalar o'tirib chiqishyapti. Keşke mushu gaplarni men deyilgan bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin mening mushayliqi o'qiganlarimdan chiqqan natijalarim mushu. Shuningdek nima deymiz? Biz Doktor efendim siz degandek yoki İhsan siz degandekchi to'qindigan yerlari bor. Çoxum to'qindigan yerlari bor, lekin masalaning ikkilisining roliga ayrim qarab olsak, masala hal o'tdi. Bu yerda Ahmed Shikam yaxshi gapni qildi. Siyosat dedim-ku. Meyli Hristiyan dini olsun, meyli Budizm olsun, veya ki meyli İslam dini olsun, hakimiyetki qo'lga evagan ekanlar, bu qurolga aylandi. Bu qurol bilan har qanday odamni o'ldira olasiz, qerindoshini o'ldira olasiz, qerindoshini vayron qila olasiz. Yot adamlarni, hatto jalloqlarni o'ldira olasiz. Shunga siyosatdan birga kelgandilar, shariat, ya'ni shariat degan meni xohlab ketish mumkin bizimkilar. Siyosatga xizmat qilgandikanlar bu ish chuqur vayron bo'ldi. G'arb dunyosidagi masala shu yerga kelib chiqadi deb o'ylayman. Chunki chirkovninki hamda bu shuyliq sizga ilim fan yaqlaydiganlarniki chirkovdan tatgan qiyinchiliklar o kadar ko'pki 90 ming odam o'lib o'lgan. 90 ming odam. Yaqinda bir yangi to'siqlash qo'ygan ama ularning beshini kesillik, ko'ydiraklik. Newton deymiz, Galileo deymiz, Kopernik deymiz, hammasi papazlar. Hatta Darwin bile papaz. Darwinchi. Bular qarsan xristianlikni bu hakimiyatga monopol qilgan ekan, bu bunda bo'lmaydi deb yangi ko'z qarashni o'tirib qo'ydi. Ya'ni biz Newtonlar yaxshi bir gap bor. Birinchi kitob Xristian, Injil, ikkinchi kitob tabiat. Allohning ikkinchi kitobi tabiat debchi. Biz Allohning tabiat oyatini texim yaxshi tushunsak, Injilni texim yaxshi tushuntiramiz deb qaraydi. Galileo shu, Kopernik shu. Çünkü ben demek çoğunum yani İsa yani yaxshi gap qildingiz. Mushu Hristiyanlıkның hakimiyeti qarshi chiqqan hammasi emlet din adamları. Qarasan hakimiyet xizmat qildirib, uzubuylar ta'liq qilgan bo'lg'achqa odamni qarshi chiqib işte bunaqliq. Ondan keyin bu islom dunyosiga kelib chiqqan Ibn Rushd, Al-Kindi hammasi hakimiyet qarshi chiqqan odamlar. Sen dinni mandaq tushunmasan qat'iy bo'lmaydi. Üzerindeki hakimiyetini mustahkam qilish uchun dinni qurol qilsang bo'lmaydi deb qarshi chiqqan hammasini ko'rgan kuni kafirlikqa chiqaryapti hammasini. Al-Kindini odamninki qarshi chiqqanlik uchun, yangi ko'z qarash o'tirib qo'yganlik uchun
Hatta ülüp ketken vaqtida benim bilishimcha yerli quyduğu adam toplanmaqlıq. Onun başqa. Adiljon ma so'zingizni kesitgan bo'ldim. Boyagi deganda bo'yliqi din bilan siyosat o'rtasidagi munosabat to'g'riliq biz ayrim bir program qilmoqchi. O programda ayrim bu to'g'riliq paranglashaylik. Mesela benim kesbim cemiyetşinası okuğum, din cemiyetşinası, din fenomenolojisi, din psikolojisi, din antropolojisi degan o'xshash kesiblar var, dinni tadqiq qildigan. Endi bu jihatdagi dinning jamiyat bilan, dinning siyosat bilan bo'lgan munosabatlari to'g'risida nurg'un narsalar bor. Endi dinning ilm-fan bilan bo'lgan munosabat to'g'riliqmi nurg'un tadqiqotlar, nurg'un metodologik sohalar bor-ku buni. Çünkü garip tarixini okusak biz bunu iniqli ko'ramiz. Mesela pozitivizmning o'tirib chiqishidan tortib Kuhnning paradigma hukmining o'tirib chiqishigacha, Karl Popperning nazariyalarining o'tirib chiqishigacha bu iniq narsalar bor. Din bilan biz bilim o'tirsida o'xshamaslik, bir-birisi bilan mos kelmaslik, ba'ziga kelgancha to'qinish bor degan gaplarning hammasi şu çoğun ilim-fan bilan din o'rtasidagi munosabatni tadqiq qilgan cho'ng faylasuflarning degan gapi hamdi. Ve bunun intayin aniq isbotli falsafaviy xarakter jihatdagi isbotlari bor-ku. Biz bir yerlarga ikkisi bir-birisi bilan to'qnashadi, bir cho'qim ikkisining birisini tanlash kerak degan gapni men shaxsan qilmadim. Chunki masalan ilim-fan bilan adabiyot san'atni to'qnashadi. San'atni to'qnashadi masalan. Eğer biz ilim-fan bilan san'at ikkisini birisini tanlashimiz kerak ya, ikkisini birisini tanlashimiz kerak deydigan gap bo'lmaydi. Lekin biz bu yerda san'at bilan, adabiyot san'at bilan ilim-fanning o'xshamaydiganligini, falsafa bilan hatta ba'zi yerlarga kelgan chog'da ilim-fanning o'xshamaydiganligini bilamiz. Buni aniq e'tirof qila olamiz. Lekin biz din bilan ilim-fanning bir-birisi bilan o'xshamaydiganligini, zid taraflarining bor ekanligini e'tirof qilishni qo'rqaymiz ko'pincha kelganda. Ahmetçika sizden de sual sorayım ama sualını. Mesela bazı meseleler kelgan chog'da biz din mi cevap berdi? Mesela bayağı dedik ki bayağı bir qiyinchimiz mi yo'llab qo'yibdi. Tadrijiy taraqqiyot nazariyasining gapi bor narsa bizning boshqaruvchimiz ekran akasingiz o'tgan sualni. Mesela dinmi mesela biz nereden keldik, qanday yaraldik deydigan savollarda mesela diniy kitoblarda, Qur'onda yoki tasavvuf falsafasida buni haqida ba'zi bayonlar bor. Lekin mesela dinning bu yerga kelgan chog'da beradigan javobi bor, ilm-fanning bu yerga kelgan chog'da beradigan javobi bor. Mesela biz Xudoyim yaratdi bizni, biz odamdek yaratdikda, mesela Havo odam ota deydiganga o'xshash afsona var mesela. Bizni Xudoy bilan Qur'ondan bog'ib bo'l dedi, bo'ldik deydigan gap bor. Lekin ilm-fan bundan emas deydi. Ilm-fan tadrijiy taraqqiyot bilan keldik biz. Mesela canlılarning turlarga ayrilishi bilan keldik deydi. Mesela musha kelgan chog'da biz ikkisining qaysisiga chiqaroq ishlanish hamda sal e'tiqoddak bir narsa bo'lib ketadi, qaysini qabul qilishimiz kerak. Ya qaysi mesela biz bu vaqtda bu savol so'rgan chog'da siz ilim-fanni turib ilim-fanning javobini berasiz ya dinning Xudoyim yaratdi yoki bo'l dedi bo'ldik yoki Havo otam bilan odam otadan keldik degan javobni berasiz. Endi diniy savollarga, mesela mahiyetlik savollarga ilim-fan javob berolmaydi. Ham javob bermaydi. Javob bersa ilim-fan bo'lmaydi. Şuna mesela bizni Allah yarattı degan vaqtimda men bir ilim-fan scientist, nima deymiz biz ilmiy odamning oldida Allah meni Allah yarattı desem, yo'q, seni Allah yaratmadı dese o scientist bo'lanmaydi, ilmiy odam bo'lanmaydi. Chunki uninki doirasida, ilim-fan doirasida mening ma savolimga, ma javobimga munosabatli javobi yo'q uninki. Şuna. Mesela bizdeki mahiyetlik suallarımızga kelgan vaqtida ilim-fan sukut qilish kerak. Chunki u javob berolmaydi. Shuning bilan birga hodisiy masalalarga kelgan vaqtida men sukut turishim kerak. Yoki mesela har qanday bir diniy odam sukut turish kerak. Müslüman bo'lamdi, Hristiyan bo'lamdi, sukut turish kerak. Masalan, Kopernikusniki, masalan, yoki Galileoniki ya quyosh yana aylanmaydi, ya quyoshning aylandi degan vaqtida, Fakat sapılmayız tadrijiy taraqqiyot nazariyasini
örnek qilib turib, misol qilib turib so'zlab bersangiz texnik obdan bo'ladi. Ma'qul. Endi unda olsa mesela nimeden mi başlayılı? Mesela Big Bang'dan mı başlayılı? Mesela asasen bizimki bağ nazariyeden hem hazırlıkça devam kılıvatkan nazariye kainatın payda oluş doğrusunda büyük partlaş. Lekin büyük partlaş bilen biz dinning bizga bergan javobini inkor qilolmaymiz. Belki Allah büyük partlaş bilen yaratgan bo'lishi mumkin kainat. Buni nima deymiz? Lekin aka şöyle biyalandı to'g'ri qilib qolmaydi, lekin tadrijiy taraqqiyot nazariyasi kelgancha demoqchi men. Tedrici taraqqiyot nazariyasi kelsak, Farabining bir nazariyasi bor. Nazariyatul fayd deydi Arapçada. Taşkın nazariyasi deydi, teşhiş nazariyasi deydi. Farabining nazariyasida Allah kainatni dastlab tulam bir qitim tulam yaratdi. Lekin undan keyin ta hozirgacha bo'layotgan yangiliklarning hammasi Allah mushu yangiliklarning hammasini shu oldi dastlab yaratgan yaralmaga singdirib etgan shu hozir teshib chiqyotdi deydi. Shunda bo'lgan vaqtida bütün yangiliklar hozirgi, bütün o'zgarishlar, masalan, hatto deyli, masalan, koinotning kengayishini deyli, kengayishini hammasi mushu Farabininki mesela tashqi nazariyasi yoki tish nazariyasi orqali tushungan bo'ladi. Ya'ni Allah koinotni yaratgan paytning o'zida bütün mushu yangiliklarninki necha yüz milyar yillardan keyin paydo bo'lgan narsaning hammani shuning ichiga kirgizib etgan degan tushuncha. Shunda mesela sistemdagi hayvonlardan Homo sapiens inson turlari kelib chiqqan deydigan savollarning hech qaysi mesela sizni rahatsız qilmaydi, bir musulmonning rahatsız qilmasligi, biyarim qilmasligi kerak demoqchi bu. Elbette ya, biyarim qilmaydi. Allah shuni mesela Çünkü bunu desek bizni kafir deydigan odam chiq emasmi? Dastlab hayotlik suvdan chiqdi mesela. Lekin hatto Qur'onning o'zidan bunday oyatlar bor. U akhrajna minal ma'i kulli shay'in hayya degan oyat bor. Biz suvdan har qanday hamma narsani hayot qilib chiqardik yoki tirik qilib chiqardik deydigan. Shunga mushu insonlarning biz hayotlikning keyin paydo bo'lishi, hayotlik burun yo'qdi-ku. Hayotlikning keyin paydo bo'lishi xuddi shu nimaninki, Farabininki tish nazariyasi bilan Allah aşağı hayatlıkını şu dastlab kainat yaratgan vaqtida şunun içinde bor, şunu tashqini hayatlık degan, şu tashqin desek, deb tushunsak bo'ldi. Hamma narsani diniy shaklda tushuna olamiz, chunki dinda aniq demagan. Masalan, yer sharininki quyoshning atrofida aylanadigan, quyoshning yer sharining atrofida aylanadigan bu masalalarni din gapirmaydi. Bunda hech qanday javob yo'q dinda. Qayoq tasaq chiqmangdi odam. Yaklaşık siz yaxshi bilasiz bu Ankabut surəsinin 20. ayetinde. Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman bu yer şarındaki hayatlıkның yaratılışında Kur'an-ı Kerim qarama demeydi. Sen yer şarını kezgin, küzetkin. Aşağıda qaraydı. Bunu inkar aşağıda yine ayet var. Mesela Gâşiye suresi aşağıdaydı. Tügünün yaratqanı Kur'an-ı Kerim izlesen bulmaydı deydi. Ya hayatını yaratan Kur'an-ı Kerim izlemezsen sen tügünü izlədeydi. Ağzını izlədeydi. Hayatının özümü Allah'ın bir ayeti. Xuddi tokmu men uchun, musulmon uchun Allah'ın bir ayeti. Bunda qarash kerak. Chunki Alloh men bir oyatni berdim-ku, sanurihim ayatna fil afaq va fi anfusihim degan. Biz ularga ufuqlardagi va o'zliklardagi ayetlerimizni ko'rsatamiz degan. Mushta Allohning oyatlari bu hammasi ilmdan, tajriba orqali hosil qilgan, bilgan, maydonga chiqargan mush narsaning hammasi Allohning oyatlari. Farabining tash nazariyasi bilan Allah koinotni barpo qilgan, yaratgan vaqtida butunlay ichiga singdirib etgan, hozir teshib chiqib shuni ko'ryapmiz degan. Buning dini bilan nima to'qinishi bor? Yani bizden bir mebdes toplantı diyeyim de köpekçi, ilahiyatçılar, teologlar çok toplantı var. Kapıda yani bu yani şu mesele degenimiz İhsan hakikaten bu bizden Kur'an-ı Kerim'de mesela tefekkür kılınla bu yaratılışta qanday paydo bo'lganligini Kur'an-ı Kerim'de emas. Bu dünyanın izlenla, kainatın izlenla. Onun için şu
dunyoning haqiqatini, Allohning haqiqatini faqat olimlar bilalaydi debchi, bizni tafakkur qilishga undaydigan. Albatta. Bizni nima? izleydigan, savol qiladigan, hatto savol so'raydigan, hatto gumonlanadigan ishlarni Qur'on Karim deydi. Ammo biz Uyg'ur musulmonlar, Uyg'ur musulmonlar bunu qilmaymiz endi. Bu e'tirof qilsak bo'lmaydi. Hech narsa gumonlanmaymiz. O'ylab boqinglar. Bu Xitoyning dushmanliklarini gumon qilmaydigan nurg'un odamlarimiz bor hozirgacha. Adilcika siz bek siyasetki temeller kirkit varsizmi? İlim gibi sizden ayrı bir siyaset programı kılıp çağırmışsınız. Qilayli, men demek şoğunum. Dinde dogma var ya dedik ku. Bu aldı bilen şu binası kubul qoldi hamdi. İşini istegenler binası kubul qilish deb atılıyor. Siz yaxshi bilasiz, bilim felsefesinde ikki xil cho'ng iqim bor. Birinchi iqimi gumonchilar. Bu nihilizm va agnosistlar var. Tamam mı? İkincisi dogmatizmlar. Dogmat deganligi biz dolayımız aldın kubul qilish deb. Amaliyotda dogma iqimchilar orasida rasionalizm bor, kritisizm bor, pragmatizm bor, empirizm bor. Shundan bu. Ondagi sezgichilar bor. 7-8 xil iqim bor. Yani dogma deganga qiliqi nuqu qabul qilish emas. Ya'ni siz nazariyani qabul qilgan bo'lsangiz, bu dogma hisoblanadi. Ya lekin yerchi bunda bir masala bor ekanligi. Shunday emas. Biz Uyg'ur deymiz, biz tafakkur qilmaydiganligimiz, o'ylamaydiganligimiz aniq. Savol sormaydiganligimiz aniq hamda Uyg'urlar. Gumon qilmaydiganligimiz aniq. Bu masala haqiqatan bizga ig'ir. Haqiqatan bizga. Ammo biz din degan vaqtda hadis üstüde qargan bo'lsak, umumiy bir dinning ta'rifini bergan bo'lsak, siz deganda ba'zi masalalar yo'liqdimiz, lekin konkret dinlar qaraydigan bo'lsak, hammasiniki din aniqligimizni farqli bir-biridir. Memiş de şunu demekçilik mesela Ahmet Çıkan'ın din bilen birbirisinden toqquşmaydı degan ki o dini mesela azıcık kurumsal din özü mü? Şu mu mesela Suudi Arabistan'da, Mısır'da, Suriye'de, Türkiye'deki insanlar itikat kılatkan dinin özü şu mu mesela? Şeriat, nurgun şeriat kuralları var mesela, var İran'da ölüm cezası, ilim kuvvetidir, düçar kuvvetidir, nurgun mesele var ama mesela kayısı dinmişlik zaten. Ahmet Çıkan'ın degeni toqquşmaydı degeni din mi ya? Benim sualim sen qaysi dinni demekçi? Sen demekçi dinde. Ben kurumsal şekilde kurulmuş şekilde bir dinni demekçi de mesela Kur'an'ın sizin zat ile münasebet demez. Farabi'nin ki felsefesini alsam mı İslamiyet? Evet. Allah'ın şiirlerini alsam mı İslamiyet? Bir ılqı neminki Damullamninki cüme namazı da kılan hutbisini alsam mı o İslamiyet? Şam İran İslam Devleti'ninkini alsak o İslamiyet. Memlekette. Evet. Kayısı mı limon? Şunun münasebet olup kaldı bu ahırda. Endi unda ben nazırkı sualımını to'xtatganimga so'ray çünkü bir yilda soat 42 minutgacha ish mavi bizning rekord seviyadagi 3-chi programmamiz bo'lib qoldi. To'xtatganda biz yaxshi bo'ladi, qilib turaylik. Sizlarni doim chaqirib turman, işte bir program bo'lsa obdan bo'ladi bundaki o'zimizning yoshlarga, keyingi bizning vatandagilar bir manbasi tutadi deb qolsin debchi. Dialog deganisi bak yaxshi bo'ldi. Rahmat. insanlar. Şamanlar qo'llab bersanlar bizning ziyolilar shu ancha mismishda programmalar qilsak, bu deganda chet elliklarni o'ylamasakmi, keyin vatanda to'rlar ichilib qolib qolsa, vatandagilarga bo'lsin bir manba bo'lib qolib qoldi emasmi bu? Ilm fan bir nima o'rgandiganlar. Shuni ochqa shundoq. Anki to'xtatganda biz g'arb felsefasi o'qiganlarning ko'pincha bilimiz g'arb felsefasida din bilan ilm fan o'ttizik munosabat to'g'risida bakchi tadqiqotlar bor. Hamda ikkisi asos shartdan tarixdan beri bir-birisi bilan to'qnashib kelganlik hamda. Bu falsafaviy Ahmad Chapanimning degandek falsafaviy jihatdan bir-birisiga to'qnashmaydi deyishi mumkin. Lekin qurilma jihatdan masalan kilisa bilan universitetlar, akademisyenlar demakchi. Hamda lekin biz Qışmaydı fıkan, hem de kurulma cihattan taqashmaydı, ikisi soha. Kurulma degani makamlarga inşa qilingan chirkovlarni da'atma, chirkov sistemini da'atma. Muassasalashgan demakchi, muassasalashgan bir dindan gapini qilmoqchi mesela İran davlati mesela. Dinni İran'da bugungi İran molla hakimiyati dindan nima bo'lsa, lekin o'ltirdi-ku mesela
Ha, Evet. şu gaplarni demoqchi. Chirkavmi shunga o'xshash bu. Hamda sizlarga bilim falsafasi hamda dinning falsafaviy xarakterlari qanday sizcha? Ilm fanning falsafaviy xarakterlari qanday? Ikkisiga o'xshamaslik qanday? Chunki ilm fanmi bir falsafaviy xarakterlari bo'lg'oylik, chuqur realist bo'lish kerak masalan, nihilist bo'lolmaydi. Ikkisi chuqur o'lchigini bo'ladigan masalalar ustida tadqiq qildi. Chuqur o'lchigi masalan Xudo, o'lchigini bo'ladigan bir narsa emas, bizga signal evatadigan bir narsa emas, shuni to'liq ilm fanida tadqiqot yo'q. Xudo pini deydigan bir fan topolmaymiz. Deganga o'xshash falsafaviy dinning falsafaviy xarakterlari bilan ilm fanning falsafaviy xarakterlari va bu ikki masala o'rtasidagi munosabat o'rtasida. Marhamat aka. Burada mening qarashimcha bu yerga muhim masala Aka to'xtab bir men sizdan yo'qtimi? Adiljikamning muhim bir ish chiqib ketgan to'q shuni ruxsat so'rab qo'yib qoldi hozir. Shoshqa O'yilib vaqtda so'q hozir sirtma. Ben Şu an Adiljikamni qo'ydik bu yerda. Hammalar program qatnashdik. Rahmat yana bir qatnash Bo'ldi. fursati Bo'ldi. Yetdi ko'p rahmat. Xo'sh hamsizlar. Xo'sh. Marhamat aka. Xo'sh. Endi falsafiy nuqtadan kelganda falsafa odatda barliq madaniyat omillarining bilish to'g'risidagi bilim to'g'risidagi o'ttirib qo'ygan nazariyalaridan savol so'raydigan bir xil ilmda. Mandaqcha aytganda madaniyatninki bilishningki yoki asosini izlanadigan bir xil ilm. Falsafaning o'zi bir xil fan. Bu ilm fanga tava diniy e'tiqod qilamiz. Diniy e'tiqod albatta e'tiqod tava bu yerdagi bilish oldin bilingan haqiqatga yoki masalan Xristian dinidagi Xristos, Islom dinidagi Alloh, Budda dinidagi Budda degandek yoki Brahman dinidagi Brahman degandek oldin bilingan haqiqatlarni bilish, aniqlash, sharhlash yoki e'tiqodni oydinlashtirish degandek masalalar qaratildi. Pandagi masala abay aytganga o'xshash bu yerda oldin berilgan javob yo'q masalalarga. U uzluksiz izdinish, o'z-o'zini yangilash, tajriba orqali isbotlangan nazariyalarni qabul qilish, isbot asosi bo'lmagan ishonchlarni inkor qilish orqali taraqqiy qilgan bir sistema. O'zining sistemasi bor. Endi dinning falsafasi deganda ilohshunoslik odatdagi dinga e'tiqod qilgan odamlar nima uchun sen o'sha dinga e'tiqod qilsa desa albatta ular o'sha dinning o'zi haqiqat bo'lg'achqa bu dinda deyilgan so'zlar haqiqat bo'lg'achqa men e'tiqod qilaman deydi. Endi dunyoda dinga e'tiqod qilgan odamlarni abay umumiy xaritasini ko'rsatib o'tdik. Shuningdek hamma odam o'zining e'tiqodini to'g'ri deydi. Endi bu nuqtani aytganda mening dinim to'g'ri, seninki xato, seni men yo'qotib o'taman deyish orqali masalani hal qilgani bo'lmaydi. Odam biz ularni yo'qotib talashimiz mumkin, lekin uning kallasidagi ideya o'zgarmaydi-da bu xil talashlar. Hamma odamga nisbatan o'zininki dini to'g'ri. Endi bu nuqtani aytganda bu talashlar boshqa kengayib ketdi. Masalan, negiziga kelsak, bu yerdagi e'tiqod bilan aql o'ttirisiga talash tortish bu azaldan hal qilib bo'lmaydigan talash tortish. Buning da asosligi bu odamlarningki mandaqcha aytganda odamzotningki tabiati bilan munosabatli bir masala. Odamlarga nisbatan aytganda masalan hayotlik muhim bo'lgan masala hayotlikni saqlab qolishda. Masalan, genlar nuqtasini aytganda genninki saqlanib qolishi, izchil davomlashishi. Bu maqsadni aytganda odam shaklidagi hayotlikninki birdan-bir shakli ekan, oliy shakli bo'lib qolishi notayin. Yer sharininki yoki butkul olamning umumiy tarixi nuqtasini aytganda biz yana necha million yildan keyin biz tugab ketib boshqa bir xil shakldagi jonliqlar paydo bo'lamdi. Bizning badanimiz masalan karbonni asos qilgan bir xil shakldagi jonliqlar, undan boshqa qaysi xil ximiyalik molekulalar yoki moddalarni asos qilgan jonliqlar taraqqiy qilib chiqadi. Buning birim degani bo'lmaydi. Endi biz agar nuqul holda biz o'zimiz e'tiqod qilgan ma'lum sohadagi e'tiqod orqali boshqa bir xil izdinish yo'llarini
cheklash yoki shu men e'tiqod qilgan bilim sistemasining sirtidagi mumkinchilikning borligini inkor qilganda bu xil ahvol dogmalikqa elib bordi. Endi bu xil dogmalik dinda emas, pandam bor. Abay Adil Efendim deb o'tgandek ikki dunyo urushini misol qilib o'tdi. Bu yerdagi masalan Gitlerning ilib borgan urushi bo'lsin, birinchi dunyo urushi nuqul diniy sababdan kelib chiqqan urush, ikkinchi dunyo urushi Gitlerning ilib borgan bu xil urushni amaliyotda bir xil dogmada. Endi dogma ma'lum ideologiyaninki qarig'lash cho'qinilishi va bir xil hukmronlik shaklda ijro qilinishi qilib bor. Masalan, hozirgi marksizmning o'zimi cho'ng bir din. Bu xil dinninki tipik ifodasi dogma. Endi umuman ma'lum bir xil ideya sistemasiga, ideologiyaga qarig'lash ishonish, uningdan savol so'ramasdan qarig'lash ishonish uni dogmalashtirdi. Dogmalashtirish yoki dogmaninki hayotlikqa bo'lgan ta'sir ta'siri nodonlik. Minglagan yillar jarayonida nodonlik ichida yashash bu masalan bizning millatga nisbatan bu bir xil tipik ahvol bo'lib qolgan. Bizning hozirgi kunlarga qilishimiz ma'lum ma'noda aytganda bu xil tragediyaga qilib qilishimizning o'zi bu xil nodonlikdan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Yoki izlanmaslik masalan Sokratning aytishicha aqlning sinig'idan o'tmagan hayot yashashga arzimaydigan hayotda. Endi mushkul nuqtadan aytganda meningcha ilm fanninki hayotlikqa elib kelgan foydasi yoki hayotlikning tadrijiy taraqqiyotiga elib kelgan foydasini biz milliy madaniyatimizning kelgusiga tatbiqlay olishimiz mumkin. Şun bu nuqtadan aytganda masala mayli dinda bo'lsin, fan bo'lsin, bu har ikkisi bir xil izlanishning yo'li. Ammo dogmalashtirish yoki nodonlashtirish, nodonlikqa kirib qolish nuqtasini aytganda fanda chiqishlik ko'proq. Chunki fanning yo'li ochiq yo'l. Buningdagi fan yoki ilmiy yo'l, aqliy yo'l fan deb doirlashtirmayli. Bu aqliy yo'l ma'lumotni aytganda dunyodagi necha yuzlagan boshqacha mumkinchilikning borligini inkor qilmaydi. Ammo dindagi yo'l mayli brahmanizm bo'lamdi, xristian bo'lamdi, boshqa dinlar bo'lamdi. Umuman bu yerdagi hayotga, dunyoninki manbasiga va kelgusiga berilgan javob allaburun tayyor. Uni hech kim inkor qilolmaydi. Faqat bilimni, fan texnikadan foydalanish orqali shu allaburun berilgan javobni birdan bir haqiqat deb qaralgan bu haqiqatni shariylash, to'liqlash va betish qilish ishlatiladi. Ammo ilm fanda undaq ahvol yo'q. Ilm fanda dogma bor, bu xil dogmani yangilash va uni o'z ichidan inkor qilish mumkinchiligi bor. Shundoq bo'lgach bu ikkisiniki farqi shu yerda bu talash-tashlar ehtimol tugamasligi mumkin, lekin dinning tarixidan aytadigan bo'lsak, eng dastlabki dinlar, ibtidoiy dinlarda animizm, masalan shamanlar, qatorliqlar. Bular necha ming yillar ilgari o'tirib chiqqan dinlar, bir ilohlik dinlar nuqtasidan qaraydigan bo'lsak, ular bizga bir ilohlik dinning nuqtasini aytganda u burunqi shamanizmlar bir xil nodonlikda. Endi masalan kelgusi yana necha million yillardan keyin ehtimol biz qarashimiz mumkin o'zimizning orqada qolgan tarixga qarab shu vaqtlarda bizdagi bu ikki xil izdanish yo'liga qaraganda nima baho beramiz, bu kelgusiga bog'liq. Endi har bir odamlarga nisbatan aytganda odamlar mayli nimaga e'tiqod qildi, qaysi xil izdanish yo'lini tanlaydi, u o'zining yo'li. Lekin mening ishonganim braziliyalik yozuvchi Pablo Coelho'ningki Alkimiya degan kitobida aytgandek, har bir odam o'zining rivoyatini o'zi yoritadi. Endi mushkul rivoyatimizni yoritish jarayonida qaysi xil unumli usulni qo'llanish bugünkidek bizdek tragediya girdobga qo'yib qolgan millatga nisbatan o'ylanishga tegishli. Ko'p rahmat akam. Aqochika sizning gapingizni munosabat qilmadi, to'liq kesib o'tib, siz qilib obdaroq bir so'zlayamidingiz.
Qo'shimcha qiladigan yeringiz bo'lsa, sizdan kechirim so'rash bilan birlikda qo'shimcha qiladigan yeringiz bo'lsa, marhamat aka. Ya bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Suhbat yaxshi bo'ldi. Lekin Hmm. endi faqat meniki birdan-bir bu suhbatda qayta eskartib ta'kidlab qo'yadigan yerim faqat diniy masala, ba'zi diniy masalalar ilim-fan aralashılmaydigan meseleler. Yani ilim-fan dairesinden sırt meseleler. Evet, elbette. Şuna hem de eğer meseleye mesela qaragan vaqtimizda anandan keyin biz hozir yüzlanayotgan yoki biz ko'rayotgan nurg'un masalalar hal bo'ladi. Hatto bizningki dindorlarimizmi masalan ilim-fan dairesiga kirib aralashadiku. Agar masalaga mushtaq qarasak, ularni kirib aralasholmaydigan bo'ladi. Ya'ni ikkisi ikki doira, ikkisi ikki etiz, ikkisi ikki soha. Shunga aralashtirib qo'ymaydi. Eng yaxshisi aralashtirib qo'yishga bo'lmaydi. Aralashtirib qo'yganning o'zi ham bizga falokat, baloy ofat. Shu. Ko'p rahmat. Amsa programmamiz 2 soatga yaqin davomlashdi va mencha bizning bugungi chilib qolgan programmalarimizning ichida eng yaxshisi bo'ldi deb qarayman. Yaxshi munozirim bo'ldi. Uyg'urlarning hozirgi cheklik imkonlari bilan sirtib qilayotgan bu programchilikdan, televizionchilikdan, YouTube'da chilib ham mushunchalik programmalarni qila olganimiz biz uchun bir nima deyim, muvaffaqiyat deb hisoblayman. Sizlarga ishkilanlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bundan keyin ishkilanlarni davomli taklif qilib turishimiz mumkin. Qopolmay vaqtinglar yer bergancha biz bilan mush ekranda o'zimizning xalqi bilan birga bo'lishinglarni umid qilaman. Ko'p rahmat. Bo'ladi, sanga rahmat Ehson. Ko'pdan ko'p rahmat. Azizlar, taqvim aytsanlar bo'laverdi. Bizning boshqaruvchi Miyadan programmani